Assalamu alaikum dünyanın arkadaşlarıyla tavatkan muhterem vatandaşlar hem Allah'a Allah'ın selamı rahmeti olsun. İlahi ikram hoş geldinler. Bugün doktorlarga bir qancha haftadan beri ilanını berip qo'yap, nasib bo'lmagan, taqozoga kutayotgan, hozirga qadar bir inqilobchi, bir mustamlikdan qutuluvchi bo'lish bilan o'rganmasak bo'lmaydigan bir ta'limot bo'lish bakmay, günümüzge kadar mutassil bir şekilde bilim izleniş ilip beriş fursatından mahrum kalan qarindoshlarimiz var. Program orqali olsun nasib bo'lmaydi. Bugun nasib bo'ldi inshaalloh. Hamma tanışık bo'lgan Ümit Musaboy, Dilyar Musaboy qarindishimizdan taqdim qilishida mazkur temaning tunç bir betini ochamiz. Balki bu tema bizning taki inqilobimiz muvaffaqiyatga erishgandan keyin davom qiladigan bir tema bo'lishi mumkin. Çünkü murakkabga haqiqatan insonlarning aqlidan ko'p, normal insonlarning aqlidan ko'p ilg'or ketgan. Ben gap uzatma aziz qarindoshlar, agar ovoz, surat bir narsalarda problem bo'lsa, vaqtida qo'ysanlar, kechiktirishli. Qiyinchilik bo'layotidi. To'g'ri tushundingizlar. Hozir ekranimizda qarindishimiz Musaboy akamni qarshilamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli Musaboy, hoş geldiniz. Aleyküm assalam, hoş bulduk. Rahmet. Barlık görürmen qarindoshlarga hammasiga salom bo'lsin. Assalomu alaykum. Allah sizden razı olsun. Alayda vaqt ajrattınız. Mazkur tema haqida izlanish ilib ko'rib, xalqimizga manfaatlandirish uchun vaqt ajratdingiz. Ko'p rahmat. Ben gap uzatmay, istihbarat hammadan izlanish iliniydi. Ben sözü nereden başlayayım siz bilen. Beraber. Buldu. Aldı bilen barlık qarindoshlarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aldan qaytib qilmoqchidik asli, ammo biroz kechikib ketgan bo'ldik. Bunun sebebini bir tushuncha berib o'tay. Mening shu programma qildigan 2 kun qolgan vaqtida men Ahmet Chapandimga xabar qilib biroz zukamdagandek salomatlik ahvolim yaxshi emasdek turdi deb bir paranglashib turguncha menga bir telefon kelib, ben şundan 5-6 gün burun görüşken bir qarindoshimiz virus, Xitoydan Wuhan virus chiqqanligi xabar kelgandiki, men o'zimni 10 gün karantin qilishga majbur qoldim. Ama Allah'a şükür bana yuqmaptı. O yerden yuqmaganlik nemisini algandan keyin ona bir xotirjam bo'lib bu haftaga qisqargan bo'ldik endi. Shuning uchun shu sababli kechikib ketdik qarindoshlar, oldingi qitimliq programma. Şu an inşallah bugün hem de aslında bu istihbarat doğrusidagi programını insanlarda bo'lsa, bundan bir yarım yıl burun Hüseyin Tecelli efendimizin programımızda bir kalemizde kılanmagandık ve orunlaştıramagandık. Hem de bugünkü kısmetke inşallah. Bugün hem de şu biz hemimiz muhacirette, Şarkı Türkistan muhaciretinde şu casus, o hain, bu casus deydiğen gaplar bekcek hem de. Şunun için mening o'zimning hozir xalqim tanishib ketgan uslubim bo'yicha intayin oddiylashtirilan shaklda hamda bir programmaga hammani sig'dog'ili bo'lmaydi hamda unda bir akademik bir nim bo'lmagandan keyin konferans bo'lmagandan keyin shunday bo'lsinmi oddiylashtirilan shaklda zodi istihbarat degan qanday ishlaydi, istihbarat degan nima degan temalarda bir xalqimizga bir dastlabki tushuncha paydo qilish uchun yani oddiylaştırılgan uslub bilen bunu tushuntirib o'tishga tirishiman. İnşallah halkımızdan kallısı da bir tushuncha paydo qilish bitirishimiz inşallah bugün. İnşallah. Ama meni ciddi qilyapman, asqoldim. Ben anlayamadım cevap ne için? Aşı sizge evetken bir slide'ni çıkarsınız ya PDF'ni. Aşı boyunca aşı biraz düşünüşlü oldu inşallah. Aşının birinci bitiden başladık.
material vatandaşlık var. Birinchisi mesela bir yıkılarsınız işte meyvesi koyuyordu. Siz Bunda bulsa biz nemimizni amal bak kısa kılış bitirişime inşallah kendi söhbetlerimiz ya sual cevaplar bu cıkrak vaqt ayrıyla. Aldı bile istihbarat degan söz biz xeyli yıllarca axbaratni işletettik. Axbarat mesela Amerika'nın Central Intelligence Agency'ni Merkezi Axbarat İdaresi de işletetti o yolla. Ama yakından bu yan istihbaratni işletip biraz kesbileştirgen bulduk bunu. Çünkü muhbirler normal gazetandan muhbirleri ağan nesimi axbarat bundak organlarının ağan mehbi uçurlarını mı axbarat deyiş esli biraz epsizce kalan pay. Şuna hem de istihbaratını biz Türkçeden aldık. Menimce bu sözün esli tigi Arapça buluşu mümkün. Hem de deyilgende istihbarat diye yalnız uçurlan emeste. Bugünkü devirdeki istihbarat pişiklap işleniş gerek bir analiz merkezi de. Şunun için ben pişiklap işlengen degen cümleni ben iki sözle ben koştum. En addi şer'ilenişi yani istihbarat degen pişiklap işlengen hərbi ve siyasi kıymetliğe uçurlar. En addi tabiri muşundak verilişi mümkün. Hem de istihbarat degen neyse bek kadimki zamanlardan tatıpla bağ. İnsanların en avalqı, en deslepki medeniyet ve cemiyet yaratkan devrden tatıpla xavfsizlik, bexatarlik tuygusudaki ihtiyacını qamdaş üçün istihbarat degen aşı neyse mevcut boğan yani en deslepki zamanlarla. Bunun en tipik misali şu Xitayning 36 tedbiri yak 36 deyilisi de pişirdiğimiz. Şunu olduğumuz istihbarat doğrusunda alayda toxtalğan noktalar var. Bunu birden dikin Xitayning en köp pişirdiğin istihbarat şekillerimiz de şu 36 tedbirinin 31'incisi. Onun kendin casusluk yani bu istihbarat boğanken casusluk buludu bu yerde. Casusluk boğanken onunla karşı tedbir şeklinde casuslukka karşı duruş buludu. Mesela bunun resmi devlet organları da buludu bunlar nesle. Mesela halkımızdan en yaxşı bildiğin, cık anlayan organlardan birisi mesela Amerika'nın taşqi casusluk organı CIA yani Merkezi İstihbarat İdaresi. Bunlarki Amerika'ya karşı yani Amerika'ya karta casusluk faaliyetlerine karşı Amerika'nın müdafiə organı olsa en asaslıkı FBI. Yani xuddi potpullar hücumcu bilen müdafiəçi bo'lgandek bu casusluk tutumu hem hücumcu oldu hem müdafiəçi oldu. Bunun yeni bir misali Angliyanın şu istihbarat ilgileydiğin organı 6. başkarma demde MI6. 2. başkarma. Casusluk karşı durduğu organı 5. başkarma MI5. Şunun için cık devletler işte ayrı etken buludu hemdi biraz muntazımları ama bazı devletlerde bir organ iki xil bölüm bilen iki xil iş kıldı hemdi casusluk ve casusluk karşı. Türkiye mi bir kaç yılın aldı da diş idaresi de bir taşqi casusluk ve halkaralık casusluk bölümünü ayrı etti hemdi. Şunun için muşundak nesemdi. Bir hücum bir müdafiə şeklinde. Şunun için nimi demdi? Bugünkü zamanevi dünyada mesela burunki devirde düşmanın açlığı neyde, düşmanın askeri kancilik, qaysı yönüş qarab ketivatıdığı şekildeki neslerden çeklengen olsa bugünkü dünyada hem de bunun türü ve köpeyip getiriyor. Bu şu askeri nimiden harbiyden tatlı bazı harbi istihbaratlarına ayrı. Mesela Amerika'da hazır 17-18 istihbarat organı var. Bazı devletler birden artık bulduğu için Amerika'nın hem de en cıklardan birisi. Bunun içinde harbi istihbarat var, sivil istihbarat var, her kalemde. Bizden ama cık bölüdüğün bir kançımız CIA bilen en cık bölüdüğümüz CIA iken başkalarımız vardı. National Security Agency degendek cık nesler. Şunun için bugünkü devirde istihbaratın türleri harbi
siyasi, texnologiya, mesela ticaret şirketlerinin məxfiyyətligini oğurlaş degəndək. Bununki hətta məlum şəxsinin, mesela siyasi yoki mühim şəxslərinin şəxsi həyatı və sağlamlığından tartıb qimmatga ega bugün. Misalga deyli, bir devletine belki biraz ecvi tuyuldu. Bir devletinin devlet başlıkları, rehberleri, yeni bir devletteki jığınğı bağa vaxtıda aşı devlet başlıklarının yaklaşık bağa ministerlerinin aşı devlette yeydiğen nesini özü ekilidu. Çıkargan çoğun küçük təritini mi xalta qaçılap ektudu devletiga. O hem devlet başlıklarını bir-birisiga? Çünkü avu çıkargan çoğun küçük təritdən adamın salametlik ahvalını analiz qilib belgili oldu. Şunun için bu dereceye geldi de, yani salamet, sağlamlık ahvali, şəxsi hayatı degəndək həmin nəsə istihbarat bolalaydı bugünkü devirde. Bunun ki müşəyə qoşum çıxıb, bugünkü devirde istihbaratla asasen, yani uçurlar, uçuq mənbədən çıxıyılınıdı. Bunun ki dəqiq həmin nəsə məxfi emas ki, hazır asas nəslə tordu var. Bunun ki ilmi jurnallar var, texnologiya oğurlayımı desiniz. Bəzi de əskeri torladı mı, bəzi bir səvəlliklər səbəbindən bəzi uçurlar çıxıb qalıdı. Degəndək, hər xil səvəlliklər və bu neminin uçuqluğu səbəbindən bugünkü dəvirdəki istihbaratının asasən köp qismi internet dünyasıdırlar, jığvağlı buludu. Onun üstüyümə sosial media sübulları adamlardan bulup mu, yaşlardan nə ayti mı dikkat kılmagan şekilde bütün uçurunu kündülük hayatı yegen işkini çıkış sebeplik bugün bir adamın uçurlar arkalık bir adamın profilini sızaş uçur ediş bek asan bulup getiriyor. Birdemdeler kığıl buldu. Onun dikin en ahırkı nokta istihbaratlarına mağlup buldu. Yani bir istihbarat idaresi davamlı kalbi kılıvermeydi. Bazı da acayip çoğun severliklerini ötküzüdü ki misalga bunun hazır burun cip berildiğen misal şu değil. Mesela Hindistan'dan yadro kurallarını atom bombasını yasavatkalığını Amerika'nın CIA atomunu atıdığanga sınak kılıp atıdığanga 1 saat kalğandı bilgendi. Çünkü yılına yağı aşı Hindistanlıklar bildirmek şunu yanım tegide tayarlığını çıkıp bomba etilişke 1 saat kalğanda CIA'nın haberi boğan. Yani istihbaratlarımı bunda uflap kalırıcı bəzide. Onun yeni birisi, en yenisi, şu yakında kitap çıktı. Xitayning Wuhan virusu doğruluq Amerikanın istihbaratları 2019 yılı 8 ayda uçur əbboğunki. Bu virus 1 ayda çıktı deyimiz ki 2020 1 ay 2 ayda. Ama asli Amerika istihbaratları Wuhan'da bir virusun çıqqanlığı ve adamların ölüp atqanlığını 2019 yılı 8 ayda bilip olğanki. Ama uçurunun cıxlığıdan, bugünkü big data deydi, uçurunun cıxlığıdan onu analiz qilib, mamanda nəsi bakemiyede degenini qılanmagan gepdə, analiz qabiliyyəti yetmegen gep uçurunun cıxlığıdan. Şunun üçün 2019 8 aydan tartib, başı 1 aygacha Xitay özü virus çıktı degice, Amerikaga nurgun kanallardan Wuhan'da virus çıqqanlığı bir boğanki, ama Amerikalıqlar onu analiz qilib, onu bir qimmatga aylandıramağın gep. Yani CIA bolsun, yoki başka Amerikanın istihbarat organları bolsun, şu Wuhan virusu da məğlub boğan gep de, qoldu kəgə uçurunu işiltəmir, bilmegen gep. Bu yakında bir kitapta çıktı. Avustralya'nın bir televiziyası şu Trump'ni, Pompeo'nu ziyaret kılıyor ücretli film çıkardı. Şu yerde bunu tepsili sözlüdü. Aslı tuncu uçur kaçan kelgen diyende 8. ayda bir puan. Şu an demek çoğunun istihbaratlarına məğlub buludu. Onun her xil sebepleri oludu. Bazı da ularını aldap getkili oludu. Bazı da ularını işte analiz cihetin, işçilik severlikler cihetin bazı uçurlarını qimmatga aylandıranmay mı qalır istihbarat organları üçün. Şunu bir misal şeklinde verdim. Keyinki bet görsek.
Endi manıga bir Amerikanın misalını verdim. Mesela bir istihbarat organları bir yoki bir qancha türlük bolsa, onun bir mas'ul adam boluvchi her bir türge. Mesela manıga qarasangiz, shu harbiy nima Amerikanın qurilmasini chiqarib qo'yibdi. Her qaysi askeriy istihbaratlar, ondan keyin boshqa sivil istihbaratlar hammasi bo'lim boshliqlari bo'lib kelib, eng oxirisi prezidentga qanday uchur keldigini shu ramkasida. Ya'ni normalde istihbaratlarının en beşideki mesul adam iki xil oldu. Birisi İçki İşler Ministeri geliyordu. Yani birisi bevasıta devletin beşi ya baş minister ya prezident kubarette. Şuna prezidentler ya normalde hazır sizde atkan muşkul taksimleniş mi devlet okşaş mı ya? Ya bu Amerika. Amerika. Ama asasen yitip kopağımız asasen okuşup gidiyor. Yani prezidentler olsun ya ki baş ministerler olsun her gün ettigende ulağa şu istihbarat idaresinden bir şey briefing deyimiz. Şu KG uçurlar doğruluk her gün ettigende bir az digende 20 saatlik ya 15 minutluk dünyanın istihbarat ahvalından haber verdi. Her günü şu istihbarat briefing olan başlayıcı prezidentler hayatı. Şuna bu kurulmuş ki hem de qeyrindaşlar eğer çoğun aytıp yıkıltıp kör bakılan qeyrindaşlar olsa bunu koşup koydum hem de. Şuna bu her qaysi organlar her qaysi istihbarat yani şunda murakkep bir kurulmusu bolu dikende istihbarat idaralarini. Hem de eğer de mani qeyrindaşlar bir görüşünümüzün qıp bolğandan keyin keyinki bet görsek davamlaştırayım. Endi istimağını ben ötkende erken Sıdık Efendim haberlerini süzləvatıdı degende bir çıkardı. Yani istihbaratın en negizi şucu aslında mənbələrdən uçur geliyordu, her xil mənbələrdən. KG uçurlar bir analiz merkezi olurdu. Her qanday istihbarat idarəsinin naitimi çoğun analiz merkezi olurdu. Bu analiz merkezi de KG uçurlarını yığıb, aşağıda analiz qılan adamlar var, mütəxəssislər. Analiz qılıb bu uçurlar rast buluşu mümkün, gumallıq buluşu mümkün, əxlət buluşu mümkün degan şekilde analizden ötküzüp bunu pişiklap işlegenden keyin özünün üstündeki mesul adamga manda nəs geldi degan şekilde buyurdu. Şunun üçün istihbaratlarının uçur iliştirme mühim kısmı analiz kısmıcı esle. Analiz qıldığı yerdeki adamlar severlik ötküzse ya ki olmasa kılanmay kalsa KG uçurduğumu doğru işlep çıkaramaydığı gibi. Şunun üstüge hata uçurlarının verilişi analiz baskıçıda sevenlik çıkıyordu mesela bazı. Şuna bir uçur aldık degen bilenler onun kıymeti buluşuna daim. Bunun yani, addisi bir tamak yiyisimi aldı gelen tamakla uttu aşkazanға bevasıta evetmegendeki işkin var. Yani bir analizde ötküzüydü. Bunun sebebi neyle düşendirme? Yani kanda yemlep koyuştaydığı bir iş var ki. Bunun için beyazda yani onun kadar ilgiliyle kendi götkendi şey, kendi sözlü. Endi casuslar degende abiyankı mənbələr, idari organlar tövəngi düşkəndikin, onundikin her türlü casus yani agent, field agent, meydanğa düşüdüğün casuslar bulurdu hem de. Bu casuslar məxsus tərbiyələnən ya yetiştirilən adamlardan bulurdu. Şunun üçün casusnun biz Uygurlar falanca casus degende bu gəpin bək əzən işiltimizcə. Casus başqa, Xoş casus başqa, uçur yetkizgüçi başqa. Casus degende agent deydi. Xoş casus degen double agent. Uçur yetkizgüçi degen informant. Bunların nimesi başqa. Casus degen məxsus aşı nimeden tərbiyələnən ya ki bulmasa yolda ketib atqanda tervasımı tərbiyələşdi ötki adamını aşı idarı vakaleten hərəkət qıldığan aşı idarının adamını casus deyimiz. Uçur yetkizgüçi olsa yolda ketib qamaq qalğan beliqlar. Onun kendinden bir qancha beliqni İngilizce'de handler deb qo'ydi. Bir adam başqurdi. Mesela deyli bizden dava hakkı misal versek
Bizning da'voda ojizligi sababidan bunga elekilimiz. Odamlar ilinib qoldi Xitoyning istihbaroti deyli. Ilinib qolgandan keyin 10-15 ya 5-6 odamni da'voning ichidagi uchur yetkazguvchi qilib bilib bir handla boshqurdi. Ya'ni bir Xitoyning istihbarotining bir adami 4-5 bo'ynidagi zanjirni qo'lda tutib turdi. Bu istihbarotda banaslarchu. Shunga bir handla birini, yana birisi bir handla deydi. Masalan 5 odamni, yana birisi yana bir 5 odamni, yana birisi 5 odamni qilib bir-birisidan xabar olmaydi-chu. İstihbaratning yana bir qoidasi hech qanday odam hamma narsani bilmaydi. Masalan, Amerikaning prezidenti hamma narsani bilmaydi. Bilib bo'lolmaydi-chu. Shuning uchun param-parcha hujayra shaklida ayrim o'z oldiga harakat qildi. Faqat hamma odam o'zining ustiga odamni taniydi. Uni boshqa odamni tanimaydi. Shunga uchur yetkazuvchi, ya'ni ilinib qolgan beliqlar biz josus deb turibmiz. Amaliyotda ular informant, ya'ni ularning istihbarot idorasiga hech qanday aloqasi yo'q. Tutulib qolsa, hozir ikkinchisida dedim, josuslar bilan uchur yetkazuvchilar o'xshash bir taraf qilinmaydi tutulib qolsa. Misalga josuslar degan agar bayqilib qolsa, bir josus misalga deylik biz bir yenimizda bir Mehmetcan deb birisi var. Bu Xitoyning josusi deylik misalga. Bu Amerikaliklarning orasiga kirib josuslik qilayotgan bo'lsa, buni Amerikaliklar bilib qoldi deylik. Josuschi-mi, uchur yetkazuvchi emas, rasmiy kasbiy tarbiyalangan josus. Buni shu kuni qo'llanmaydi-chu. Chunki buni turkcha yemlab qo'yish deydigan bir gap bor. Buning josusligini bilgandan keyin buningga normal muhim emas narsalarda rost uchurni buning elishini ta'minlab, toza muhim yerlarga kelganda yag'an uchur berib qo'ya olasizchu bunga. Shuning bilan bu ko'tarib aktivda rost uchur oldim deb. Buni yemlab qo'yish deydi turklar. Shunga josuslar bayqalgan vaqtida shu aman qo'lga olmasdan uning josusligini bilib qolganingizni bildirmay turib o'yin o'ynag'ili bo'ldi. Yana birisi ba'zi josuslar bek muhim yerga kirgan vaqtida bularni qo'lga ilib yoki tutgan vaqtida hech yerda bilinmay buni ekirib buni qo'rqitdi. Davlatlarning qilgan ishi shu. Nima ish qildi deganda buni qo'sh josus bo'lishga majburlaydi. Ya'ni seni manda isbot bilan tutib oldik. Agar sen bizga ishlamasan, seni davlatning qonuni bo'yicha 100 yil kesib o'tamiz degan shaklda qo'rqitdi. Shuning bilan bu odamlar qo'sh josus qaylandi. Ya'ni masalan Rossiyaning josusi bo'lib Amerikaga o'rib tutilib qolgan bo'lsa, Amerikaning josusi ham Rossiyaning josusi shaklida o'ttirsida o'ynaydi. Ammo oxirsida u qadar murakkablashib ketadiki bu qo'sh josuslar. Amaliyot kim uchun ishlayotganini bilgilmaydi-chu. İşte qo'sh josus degan işte narsa tutib olgandan keyin buni turkcha devshirmak deydi, inglizcha convert deydi, men bilmayman uyg'urcha nima deydi. O'z tarafga qilib qo'sh josus qilib oldi. Shuning uchun kesib aytoladiganimiz bir nuqtamiz var. Xitoy Uyg'urlardan josus tarbiyalamaydi. Chunki Uyg'urlarga ishonmaydi. Uyg'urlar josus bo'lib tarbiyalanib yetishib chiqsa, onu Amerika olsun ya başka devlet olsun tutib olgan kunilar o'zining millatini satgan adam Xitoyni satuvchi bir odamlar. Shuning uchun qo'sh josus bo'lib ketish ehtimoli bek yuqori Uyg'urlarning. Shunga josus tarbiyalashi bek ters Uyg'urlarning Xitoyning ishini. Hamda ba'zi odamlar yurigidan Xitoyga sodiq, Xitoy bo'lolmay yurigi tirpinib ketadigan odamlar bo'lsa, u vaqtida u boshqa masala. Yani onun kimliği Uygur emas özünü Xitoy ko'girish kerakda. Endi bizning asosida chet elda u xoin bu xoin deganlarimiz uchur yetkazuvchilar. Bu narsa ayrilish kerak-ku. Uchur yetkazadigan odamlar. Bular har xil sababdan unaqa ilkilimiz. Uniki uchinchisi huquqiy hujayralar degan bir narsa bor. Bu nima deganda masalan nimaga bir davlatga siz birisini yosh vaqtida chiqirsiz, 13 ya 14 yosh vaqti ya 15, 16 yosh ya universitet o'quv vaqtida chiqirsiz. Ama bu shu oliy maktabning 1-2 yillarida shu istihbarotga ilinib bo'lgan odamlar, o'zining istihbarotining adami buni chiqirdi. Chiqqandan keyin bu misol deylik bir rusni Amerikaga chiqirdi. Rus kichik bir qiz bolani 20 yoshlar.
Bu aşağıda Amerika'da okuydu, işleydi, toy kıldı, onu kıldı, bunu kıldı. 10 neçə yıl, 20 yıl, 30 yıl bunu oygatmaysız. Özünün işini kılıp yürüyor. Fakat yolunu içipirsiz şu. Müşahede bir ılık mümkünçiliki bolğan ihtimallık demiş olsak, hatta turmuş kurup balılık olup ketip normal insandaki yaşayıp ketiş ihtimallık mı var mı? Baba normalda köp ahvallarda onun turmuş kurgan cüktümü şu organdan adam buludu köp ahvallarda. Yani söylep ekti de. He. Ya şu okşaş casusluk idaresinden ucu bir cüp kılıp çıkarırdı. Hem de bazı ahvallarda karşı tarafına ılgan bolsa o vakti toy kılıp yaşayavası meyli. Bunun gibi bir misal verme, işte boğan işten birini. Şunun için uxlagan hücreler degan bir narsa var. Bular uzun yıllar hech qanday vazifa o'tameydi. İşini qilaverdi. Muhim yeriga nishonlagan yuqori yerlarga chiqqandan keyin bunun kendi hücreler uyg'otiladi. Buningdiki harakat ko'taruvchi. Shu uzun mezgillik tinish uxlaydigan davr bo'ladi ba'zi jasuslar. Onundikin bu casusluk deymiz. Casuslukning eng yuqori pallasi nima? Yani birisini qaslab o'ltirib o'tishmi, yani nima deganda casuslukning shu istihbarat dunyosida casuslukning eng yuqori pallasini manda qaraydi ekan. Avay dedi-ku, casusluk organi va casuslukqa qarshi turish organi va deb. Agarda siz qarshi tarafning casuslukqa qarshi turish idorasiga o'zingizning jasuslaringizni akirib, bo'lim boshlig'i darajasida aşağı o'rinlarga kirgizalisiniz. Eng yuqori pallasi ekan-da jasuslukning. Masalan, buning misoli shuki, Sovet ittifoqining sovuq munosabatlar urushi vaqtida Sovetlarning jasuslari Angliyaning jasuslukqa qarshi turish organining bo'lim boshlig'idan 3-4 Sovetning jasusi bo'lgan ekan-ku. Yani casuslukdan bölümden başları özü casusda Sovyet'nin. Bu en yukarı seviyesi şu kendi istihbaratta. Onun kendinden yeni devirde yeni nesle koşuldu hem de elbette. Teknolojiyle küçülüş, bir yadımız kompüter, telefon, hacking kılış, okuş, bu yeni nesle koşulup gitti burada dekemez. Ama yanıla hazır mı? İnsan küçüğüyle küçülüş mü? Yanıla mühim kısmı ki. Gerçi uzak jirahdan hakkerlik bilen neslen ağılmasını ama yanılı field agentlara, meydandakilerge ve küçük yetkizgüçilerge yanılı ihtiyaç baki istihbaratı bulanın rolü bırak tüyep gitmek. Şunun için bu hem de bir deslepki düşünce şekildeki okşamaydıgan, konuları okşamaydıgan nesiller kimdi? Addi şekilde bir iş getiriştim. Bu da akıbet görsek. Hem de abay dedik, uçur yetkizgüçüler qamoqqa ilinadi dedik. Bu yerde hem de İngilizce'de everyone has a price deydi. Her bir adamın bahası var deydi. Bunu Uygurca'da her bir adamın bir acizliği var deyip qilib. Aşibetni yo'g'on qilamiz? Biz kirişi yapardı, sözler yaklaştırdı. Bo'ldi. Nekinse. Ama adamın bir bahası var deydi. Hem de bunu Uygurca'da hem adamın bir acizliği var deyip tercih qildim. Türkçe'de zaafı var deydi, acizliği. İngilizce'de bahası var deydi. Şuna yakın adamını qamoq qilib bo'ladi deb qaraydi istihbaratda. Bu yerdan jiq uchraydigan acizliklar bunun birincisi chiroyli ayol bilan aldı. Bu o kadar konuşkenki, o kadar klasik, o kadar kadimki neskenki Xitoyning abay men degan Sun Tzu ifade ediyor. Xitoyning 36 tedbirinin 31-incisi mushu sahip Cemal edisi. Yani karşı taraftaki mühim adamlarını chiroyli ayollar bilan aldash. Bu hem de bek jiq uchraydi, bek klasik narsa. İkincisi pul, mal dünya. Bazı adamlardan qo'sqi to'ygan bilan ko'zi to'ymaydigan bo'ladi, osh bo'ladi. 10 ming dollarga setilmagan odam 100 ming dollarga setilishi mumkin. 100 mingga setilmagan odam 1 millionga setilishi mumkin. Shuning uchun bu ko'zi osh odamni setib olish oson deb qaraladi. Ondan keyin farzand, urug' tuqqan. Mana bu diqqat qilsanglar, ayollar
pul, dünya, perzent degan bizning dinimizdami erlarni yo'ldan chiqarib 3 narsa deb tilga ilindi va Ahmetcan. İstihbaratda en aldı keletgende bu nesle. Anki mesela perzent özünüz vatan satmayma, ben nahayet vatanperver deb öttürüversen mi satmayma, ayallı bilen mi, mal dünya bilen mi al diyemaysa degan vaqtida perzentni işiltilgan iş çıkıyordu. Mesela Allah'a başka buludu emasmi mehr. Bunu ben qo'shib qo'ydim, urug' tutqanlar. Yani hazır bizning Uyg'urlarning, chet el Uyg'urlarning hammasida qamoqqa ilinish ehtimoli intayin yuqori. Chunki perzent ve urug' tutgan sabab. Vatan Xitoyning qo'li. Mesela ba'zi qarindoshlar var. Dadamni bu o'ttirib o'tdi, men siyosatkorlashmayman deydi. Dadamni o'ttiribsa siyosatkorlashmasam aralashmaydi qo'y, jiraqdi. Chunki dadamga ya apanga u qadar aciz noktan olsa, sen siyasetkarlaşsan seni birdemde Xitoy ele alır. Bu davanı qildiganlar vatan ko'ruq tuqaldirim, hammasi Allohga emanet. O'lsa shehid, qazi, g'azi degan odamlar qilish kerak shu davani. Bo'lmasa bu ajizliklar orqali birdemde ilinib qoladi. Onundan keyin to'rtinchisi siyosiy ko'zqarash yoki ideologiya. Masalan, ba'zi odamlar var, karşı tarafının ideologisi o kadar yürekten işlenirdi ki şu ideologiyani deb shular uchun ishlaydi. Mesela soğuk münasebetler şu vaqtida Amerikadan deymiz, Angliya, G'arb davlatlaridan kommunizmga ishongan nurg'un odamlar Sovet uchun josuslik qiladi. Yurgidan kommunizm, sotsializm asli yaxshi shu degan odamlar chiqqan. Albatta Sovetning ichidami demokratiyaga ishongan odamlar G'arb uchun josuslik qilgan. Shunga ideologiyalik nima bek muhim. Ondan keyin 5-inchisi o'z sohasida qalbi qozonish xirsi. Ya'ni bu yerda bir Uyg'urni misol beramiz. Masalan bizning hozir Xitoyda Uyg'ur ayollarning hujayralarni tadqiq qilib o'z xizmatida kasbida qalbi qozonish uchun düşman üçün işləyətən sahədəki adamlar. Bu mu cik uçuraydı? Şu tarixdə mi cik uçuraydı? Özünün fəqət kallısı da benim şu sahədə yeni bir tədqiqat nəticəm elan qılınsın digən nəsillərlə dost düşman tanımaydığan adamlar. Bu. Artistlərin işidən cıqıra çıxıda bu istiqbalın qeybkidir. Artistliğim iyilik elimiz hazır bir misal verme. Artistler doğru, tədqiqatçılar, alimlardan çık çıkıda bulmuş. Kimya, fizik alimlardan çıkan. Yani məlum bir sahədəki qəlbisini çoğ buzğan. Balık uçunu atığanlar demək yani. Onun için hazır cık uçuraydıgan şu nemedeki sosyal medyada emme adamın hizmetçi nimisinden ötep hazır hizmetçi qəlbisindən ötep şu özünün ictimai şəxsi turmuşuğuca həmminimizdə oturğu qoyub bir kibirlik qılıdığan bir dünyada yaşayatımız üçün insanlar hem yeginini, işkinini, otlağını, qopqınını çıkarıb bir psikologik bir kesel vardır dünyada hem millətdə, hem adamlar üçün bulup mu yaşlarda çıkar. Bu nəsə mi? Ego, yani kibir. Bu ahirisi ne yapırtıysa narsisizm, özüge məbdum olup gelişiyor. Bu nəsə mi? İstihbaratda onu adam ilişinin bir vasıtısı olup gelivatı da hazırlığı. Demedi. Onun ki 7-incisi muhtajlık deyip koydum. Her xil muhtajlık. Mesela casusluk qılmayma, ya men bu işte qılmayma degan adamның deyli, balısıga yürek gerek olup kaldı. Yürek almashtırış operatsiyasi. Bundan muhtajlıkni ko'rgan zaman düşman o yaydan kirdi qarshi taraf. Kirib yürekni biz deb beraylik degan shaklda nima qildi? Elidi. Endi bu yerda elinish degan to'g'risida bir narsani deb qo'yay. Bu elinish shunday narsa-ki birlik qitim qilib qolsa, masalan, yuqorqi sabablarning har qaysi olsun birisi sabablik ma'nosini ishlatamiz. Masalan, chiroyli bir ayollar bilan oila axloqiga to'g'ri kelmaydigan ish bo'lib qolganda uni rekord qilib video ilib oladi. İlib olgandan keyin buningga qarta nima keladi, bisim keladi.
Sen de geride ma işini kılmasan ma videolarını doğru çıkarıp bitimiz değil. Bunu blackmailing değil, bu şantaj yani tehdit siliş. Muşu videolarım çıkıp ketip kalsa benim ailem buzulup bitidi. Şunun için ben muşu degenini kıp bir cumalıda bir gittimle kıldım ha. Oldu tüydü. Ya o yerden çıkarmaydı. O yani çok bir iş emestek göründüğün bir adli işten başlaydı. En küçük işlerden başlaydı. Mesela marketine yegapır be, man alık be. Aşağıdan başlandı mı? Çünkü neymiş için çatak çıkıyordu diyorsanız. Aş apır pegen birinci kıpegen işini yeni tehdit kıp işletki oldu emas mı? Sen burun man kıgantın bu çıkken sıkayın bulsa. Şuna bu işinin birli sızıqı var. Sızaqtın öttü, kayna qaytqıl bolğan iş emas bu. Şunun üçün ili qanda mudafiə görüşdə bunu nim qılmay. Şunun üçün hazırkı degen muş acizliklar sebeplik insanlar adamlar düşmenge ilinip qaldı. Bu yalğız bizdə emas. Mesela 2008 yılda Yaponilik bir diplomatni Şanghay'da işte Sahip Cemal Yelisi bilen video tatip edip bunun muşunu sen çıkarıp etmesen Japonya'nın uçurlarını bizgi beğenmesen biz seni çıkarıp etimiz doğru videonu degende bu Yaponilik fakat Japonlar kıladı cuma muşunu Japonilik diplomat ölü aldı. Ayalığa ve devletine bir parça kat ezip ben müşteri hatalık koydum ama ben vatanımı satmayayım dep ölü aldım. Yani Japonya'nın cemiyetindeki ahlak göz karşı o yani başka nersede. Yani, ama cidden kılalamdı adamlar. Ölüşne, özünü öldürüşne onundan şerefli gerek ya ki yaxşılıqrak da tuyda. Şimdi bir tarafta devletinin menfaatini satsız. Yani o yalnız video tartılıp qaraşqılı ölü olmadı. Japonya'nın uçurlarını bizge berirse degen bisim kelgendikin ölü aldı. Ben vatan menfaatini satmayman depçu. Şunun için hem de bir qancha misallarni göreyli. Yani tarixda şunda işler hazırsız degen sanatkarlar, onu degen başqalar degen zat keyinki bet görsünüz. Mesela tarixdeki men 2. Dünya Uruşı vaqtida bekerek 1. Dünya Uruşı vaqtida bekerek qiziq emas. 1. Dünya Uruşı vaqtida bekerek dehtim tatudu. Mesela siz hazır degen sanatkar ayal. Onun üstüge Gollandiyalik. Bu ayal tigi Arap livallık ama Gollandiyada bir usulcuyamdı. Bu ayal 1. Dünya Uruşı vaqtida şu Gollandiya bir taraf emas mı? Gollandiyanınki nimisede turup bir taraf bu başka, emmi taraf bir baralı başka, uruştu bir taraf devletinin pufrası başka. Angliya, Fransiya'ya berip Germaniya üçün işlegen casus ayal. Kim bu ayalını Fransızlar bilip gelip itip etkenimdi. Onun yenideki en sol taraftaki Arapçı kiyini var adam Lawrence. Abi yanka ayal bilen bu Lawrence'nin resmi Amerika'nın Washington ve basanlar Washington DC'ga. Herkes Mozilla var kendi Mozilla'nın cıhlarından adam bir işki üşüyapta aylaniş gerekke. Ben bağa vaktimde beni tanıştırım. Herkes Mozilla var kaysa kirse degende ben casuslar Mozilla'ya giremedi dedim ço. Basa casuslar Mozilla'ya girseniz muşu Lawrence bilen ayalının resmi naitimi yoğan göz göründü gayede işkelisi vardı. Hem de Lawrence Osmanlı'nı yıkıtışta Araplarını kozğan bunu qeyrindaşlar bildi. Araplarını kozğapmış Osmanlı'nın tömür yollarına hücum qilgan. Hem de cık adamlarının bilmeydiğini şu Lawrence'dan yenidiki adam Osmanlı'nın casusu Kuşçu Eşref. Bu adam şu Lawrence karşı istihbaratını qilgan Osmanlı'nın adamı. Ve bu ikisinin uçuraşqanlığı doğruluq bazı bir məlumatlar var. Bu Eşref bir altınni, cıqqı pulni şu Afrikadaki devletlerge Osmanlı'nın adamları yetkizüş bir sefiride tutulup kaldı. Tutulup kalganda bu Eşrefni şu Lawrence sorak kılıyordu. Lawrence'dan aldığı ekliyordu. Bu Lawrence'dan inek poqa vaxtları casus geldi. Bu yerde sorak kılıyordu. Bu Lawrence deydi de bu seni men bir yerde köygende kılman o degende ama Eşref'nin gibi
sen ikimiz uchrashgan deydi. Burun sen bir Arab qabilalarini yig'ib, shularni isyonga ko'targan vaqtda, isyonga tashabbus qilgan vaqtida men batdim deydi-chu. Ya'ni Lawrence'ning Arablarni yig'ib, ashirat başlarını yig'ib, isyonga tashabbus qilayotgan yeriga Osmonlining istihbarotining odami Arabcha yasinib kirgan gapda, shuna ichida bor. Shuning uchun bu Birinchi Dunyo urushi vaqtidagi hozirgacha eng cho'ng nim qilgan, unutilmagan jasuslar shu davrdagi. Yani casus sahasida namunalik örneklikinde. Birinchi Dunyo urushining namunalari. Ham albatta Germanning boshqa jasuslari bor, Angliyaning, ammo bu ishchi mening diqqatimni olaydi tortdi-chu. Hem Amerikadagi jasuslar muzeyiga kirsa, ishqisining rasmini alayda yo'g'antib olib qo'yibdi ayol bilan Lawrence'ninkini. Aşağıda qisqacha tarixi bor ekanda, nima ishlarni qildi deganda. Shuni keyingi ko'rsak, bu endi zamonimizdagi jasuslar, uxlagan hujayralar. Mana bu qizilchash ayol, rossiyalik Anna Chapman, bu ayol shu uxlagan hujayralardan birisi-chu, Amerikaga chiqarib etilgan. Amerikada uzun mezgillar turib, oxirsida şu Amerika'nın kongresdeki parlament a'zolari bilan shaxsiy munosabat qurib, bunun ahirisi nima munosabat, boshqa munosabatga o'zgarib degandek keyin tutildi. Tutilgandan keyin Abay degandek bu ayol qo'sh jasus bo'lishni rad qilish tutildi. Avval buni tutgandan keyin sen bizga qo'sh jasus bo'lamsa deydi, bu yoq deydi, tutildi. Ham bunda muhim jasuslar tutilgan vaqtida Rossiya qanday qildi desa, Amerika'nın Ruslar tutuvagan Amerika'nın casuslari bilan tegishdi bularni. Endi bu Xitoy bu yerga yaqinda chiqdi. Fan degan Xitoy. U shu Amerika'nın shahar boshliqlaridan boshlab kongresslargacha Saib Jamaliyevni ishlatib kelyapti. Bir qancha shahar boshliqlari va bir qancha kongressdagi odamlar bunga elinib qopti. Endi bularni shu tutulduğunu FBI'da jasuslik qarshi turish organi tutadi bular. Shunga bu hozir kunimiz zamonimizdagi misollari nurg'un hamda misoli kunda degidek chiqyapti. Bu faqat vakil xarakterlikimiz. Bu anna degan nima Rossiyaga qaytib qutulgandan keyin, almashtirgandan keyin bular televiziya programmasi qilib hozir danglik bo'lib ketdi, shu cho'lpon bo'lib ketdi. Shuning uchun kunimizda naitimi normal. Ondan keyin Kanada istihbarotining beshi o'tganda bir dedi, ya'ni Kanadaning diplomatlari Xitoyga qanday qatnashish kerak debchu. Hamda xalqaro munosabatlarda diplomatiya to'g'risida tarbiyalanganlar shu to'g'risida ba'zi istihbarotdan mudofialanish kursiga qatnashib baqqanlar biladiki, eng azam diplomatlar Saib Jamaliyevni uchukdilarchu. Buni eng azam, eng qanaqa deymiz, eng diqqat qilmaydiganlar. Yani eng osini, yoki eng ko'p yuz berdigini. Eng ko'p yuz berdigini va eng azam, ya'ni eng nima ketmaydigini uchun chaba deydi-ku, Türkçe Uyg'urchasini topamadim. Kuchashni g'ajdi eng azam. Shuning uchun ham keyingi bet ko'rsak, endi bizni nima qilgan tarixda shuning butun dunyo istihborot sohasida bir titrab o'tadigan bir voqea. Bu Shipipu degan Xitoy, changchil o'ynayotgan Xitoy o'zini ayol deb, asli erda bu. Shu jinsiyat o'zgartib, o'zini ayol deb Fransiyaning Beijingdagi elchixonaning xodimi aslidagi Bernard degan odam bilan ashta munosabat qurdi. Munosabat qurib, bu uning erligini bilmasdan bu ikkisi 20 yilga yaqin shu maxfiy munosabati bo'ldi ikkisining. Keyin bu Xitoydan ayrilib, bu Mongoliyaga borgan vaqtida Mongoliyaning elchixonasida ishlayotganda balini ko'tarib berib, bu Shipipu degan Xitoy. Bununla mana ikkimizdan balası deb ko'z tutib, qarshi chet ellik o'xshaydigan bola.
Bunu aşı uçurup berişke mecburlap bu şu 79 yılgacha Xitoy buni uçurup bil ta'minlaydi. Əməliyyatda o Xitoy əkiş tursa, o qanda balliq bo'ldi degan savolga keyinchi oshkorlanishicha, ma bola Qashqardan o'g'irlangan Uyg'urlarning bolasi. Ya'ni aniga ko'z tushish uchun Qashqardan bir Uyg'ur bolani o'g'irlab, mana sening bolang ikkimizning bolasi deb ko'rsatib, 4 yoshga kirdi deb apirib, ani shu turmushga ishondirib, biroz mening bolamga deb Aşı Xitayni uçurup ta'minlashga davom qilganda bular. Amaliyotda buning o ko'ngil munosabat qurib olgan hatto balliq o'ga adimi kishi chiqqan ag'irzuchi ayol kishi emas. Kim bu ikkisini Fransiyadan tutib sotlagan. Yani bu yerda bir Uyg'ur bola aralashgan hozir shu istixborot to'g'risida, josuslar to'g'risida eng trajik komediyak josuslik voqeasida bu o'tildi-ku istixborotda dunyoning hamma yerida. Bundan bir Uyg'ur bal var. Balık edemge okşayıp kısılgan balık tepkitine şu çaldım he. Yani. Rengi royu biraz balama okşayırken digi gidek balık tepkitken. Kim balık tutup işkilisini nime kıgandaki keskendinki 7 yılma kesilgen işkisi. Kim ulanı keçirim kıldı yani bulanın casusluk şöpü bu diye Xitayning casusluk nimesiga qo'l qo'yib etdimiz. Hatta bu nima uchun jinsiyatni o'zgartirilgan bo'lsam sen yomon kelsa deb qoyilib ketdim, bularni kechirim qilganchu keyin. Shuning uchun bu voqea endi shu istixborot nimasida bek cho'ng voqealarning birisi tarixdagi. Endi askariy voqealar bor, askariy josusliklar bor, endi uchraydigini Mevlana Efendimiz so'zladi deyman, İsrailliklarning tarix to'g'irlash voqeasini. Onu bir kıskışıp belki tüdümay iş beceriş kadar bir istihbarat doğrusida askeri istihbaratlarda en çok g'alaba qilingan nimalarning birisi de ashuni so'zlaydi-ku. Ashundoq voqealarning birisi. Endi men aytdim o oddiy shaklda o'zimizning da'vosi buray ishni. Istihbaratdan qanday mudofialanamiz? Ya bu yomon keng narsa bu. Amal va yig'ishga diqqatni bir yerga yig'ishga tirishdim. Birincisi acizliklarımıza dikkat qilamiz. Ben o'tganki bir programmada da'vatib qoldim. Hormonunuzni kontrol qilamisiz, da'vodan yiroq tursiz. Chunki ilinib qolsiz birdamda. Balki pul, mal, dunyo, bunadagi vatandagi ota-onam, urug' tuqqanim deydigan ishlar bo'lsa, onunğa dikkat qilish kerak. Masalan, da'vogarlarning ota-onalarini birdam Xitoy qo'yib turdi, birdam tutdi, birdam qo'yib turdi, birdam tutdi. Bir narsani unutmanglar, bu jarayonda o'tirsida bir savdolik bo'ladi. Tahdid bo'ladi, shantaj bo'ladi va savdolik bo'ladi. Shuning uchun bu nuqtalardagi ojizliklarimizni dikkat qilishimiz kerak. Onun ikkinchisi texnologiya jihatdan, hozirgi yangi zamon texnologiya jihatdan Xitoyning app'larini ishlatmaslik lozim. Amal bor, qat'iy. Chunki bu Xitoyning app'lari nima qildi desa, shu masalan WeChat bu degan narsalar bor. Bu narsalar amaliyotda siz telefoningizni o'chirib etib tashlab qo'ysangiz-mi, WeChatda shu masalan telefoningizni ustiga qo'yib qo'ydingiz, ham o'chib yanıla uyda bulunayotgan paranı anlayalaydı için. Xitoyga yollab turdi. Shuning uchun telefonda WeChat ishlatilganlarning uyida mahrami yo'q. Yo'qadi-ku. Mahrami ishni qilmaydi. Ya'ni WeChat ishlatdi degan gap, uyning ichiga Xitoydan birini boshlab kirib o'taqizib qo'ydi degan gap. Shunga agar WeChat ishlatimiz desa, ayrim boshqa bir telefonda ishlatib, o telefonni adet işletmegen vaqtida onu bir ovoz anlanmaydigan bir yotqanlar ya yerning tagiga tashlab qo'yib, bunday ishlatish kerak. Bo'lmasa qat'iy ishlatmaslik lozim. Normal telefonga Xitoyning applarini qochirmaslik lozim. Undan keyin eng shu kompyuter sohasida hozir eng muhim narsa shu. Tonimaydigan, bilmaydigan adresdan mayli telefonda, mayli kompyuterda, mayli e-mailda kelgan hech qanday ulanmani chekmaslik kerak. Torbat ulanmalarni uchun chekmaslik kerak.
Misalga manda iş jip uçuraydı. Davanın işçide bolsanız bu burun e-mail oladı, hazır telefonda boldawatydy. Mesela muş davadaki bir adamның ismini işletip durup, mesela dolqunisa@gmail.com bolsa, Dolqun İsa'daki o S bilen aynı almaştırıpla Dolqun Sisa kılıpla gmail.com e-mail kılıp sizge evetse qarapla Dolqun efendimden keptide dep bir sütüp kalsınız şu dikkat kılmayın. Bu iş buludu. Mesela ben burun davadaki vaxtlarımda mı bizning teşkilatның e-mailga aşında kiletdi. Bir işker bunu almaştırıp etip kelganini çeksingizlar şu kompüteringizga bir narsa tushadi. Şunun üçün bilmeydiğen, tanımaydiğen adamlardan nimeni almaslık gerek. Hiç qanday linkni çekmeslik gerek. Ama bak telefonla almaslık gerek. Çünkü hazır yeni bir narsa çıktı. Şu kelgan telefondan ağandılar, şu telefonun hacklanıp bulduğu için. Hazır bir link bisip bir narsa düşürüş emas. Telefon ilişki kılıp hacklandığı narsani düşürüp aldıkimiz için telefonumuzga. Onundaki ma yakında yana nima boldu? İsrailiyanın nimesinden çıktı bu bir şey ki Xitayninkini mi kıldı davatıdı. Kompüterinin qattiq diskisi de emas. Ana taxtının memoriyasida saqlanadigan virus çıktı. Bu degan gap kompüteringizdagi Windows'ni qancha qitim o'chirib qayta qachirsangiz mı virusdan qutulmaysiz. Çünkü o qattiq diskida emas. Bu ana taxtının nimesiga kirib ketadi. Memoriyasida turadi ekan. Shuning uchun bundan keyingi narsalar texnik xatarlik va kutyapti. Mening agar kompyuter ishlatman deydigan qarindoshlar birinchisi cho'qim virtual box ishlatish uchun mavhum mashina ishlatish kerak cho'qim, chunki uning unda ana taxtisi yana bir narsasi bo'lmaydi, eng bexatar bo'ladi. Hamda VPN nima VPN mi amaliyot unchalar bexatar narsa emas, hamda shunday bo'lsa odamlar ishlatishni to'g'ri ko'rganlar ishlasa bo'ldi. Anadaki üçüncüsü Xitay. Hazır hem Uygurlar kıvatıdığın nur Uygurlar. Tuqqallarımızı bahane kılıp tuqqallarımızı arkalık bizge kokak saqanda çoğum özümüz turuşluq devletinin sakçı yoki jasuslukka qarşı turuş organına bildiriş gerek. Çünkü jasuslar tutulganda ularni qo'sh jasus qilish uchun yoki bo'lmasa jasuslarni bir-birini almashtirish deydigandek ishlar bo'ladi. Ammo ilinib qolgan biliqlarni uchur yetkazuvchilarga hech kim ega olmaydi. Tutilib qoldiganda shular. Adaticha ularning handlerlari, ularning boshqa odamlar ko'pincha diplomatik pasport bo'ladi, shuni tutolmaysiz. Masalan, bir misol beray. Shvetsiyada Babur Maqsudman nima ismi? Masalasi bo'ldi. Babur Maqsud. O Babur Maqsud degan bir biliq, uchur yetkazuvchi. O uchurni apirib berdigan handlersi, uning beshi, uning zanjirini tutib turgan adam asli jasus, u Xitoyning elchixonaning diplomatik pasporti va adam. Shuning uchun bu ish oshkorlanganda, uning diplomatik pasporti bo'lganligi uni tutib kesolmaysiz. Qildigan ish nima? Persona non grata, ya'ni qarshilanmaydigan adam e'lon qilib, qo'llab chiqaradi. Ammo kelgulik kimga keldi? Uchur yetkazuvchi keldi. Ağını tutib so'laydigan. Shuning uchun bu Xitoyga ilinib qoldigan ish bo'lsa, cho'qim o'zining davlatining saqchisi yo jasuslikka qarshi turish idorasiga berib, bo'g'a ishni dalil isboti bilan deb yozmacha isbot etilishi kerak. Keyin sudda tutilib qolgan vaqtida bu ishdan, masalan, Gollandiya saqchisining xabari bor, Gollandiya idorasining xabari bor, mana qo'limda xat deyamsangiz, balaga siz qolasiz. Ya'ni ash biliqlar qoladi-chu, uchur yetkazuvchi. Shuning uchun buni bilish kerak. Cho'qim o'zi turayotgan davlatning saqchi va istixborot nimasiga xabar qilish kerak. Hatto Xitoy saqchilari telefon qilib ovoz qiladi, ba'zi qarindoshlar to'g'rilab. O'zi turishli davlatning istixborotini berishni bilish kerak. Endi ikkinchisi tashkilotlar qarorlik holda tashkilot a'zolarining Xitoyga bağlanıp qolgan qanmaqanligini tekshirib tura oladigan mexanizm yaratish kerak. Chunki tashkilotga kirgan vaqtida Xitoyga ilinmasdan kirib bo'lgandan keyin ilinib qolgan ishlar bo'ldi. Abiyanqi ojizliklari sabab.
Shuning uchun tashkilotlar bunga hamda bizning bekchiq nimamiz yo'q, bekchiq unda kuchimiz yo'q, buni qila oladigan, lekin diqqat qilish kerak. Hech bo'lmasa bir belgilik vaqtda bir qarorlik bir shaxsiy nim bo'lamdi. Yoki bo'lmasa ba'zi tashkilotlar ba'zi davlatlardan talab qilsa bo'ladi. O'z turishlik davlatdan uchun. Misalga Avstraliyadagi bir tashkilot, Avstraliyaning biz ASIO deymiz bu yerda istihbarat idorasini. ASIO yoki federal saqchidan talab qilib tursa bo'ladi o'zini ancha-muncha skan qilib turishni uchun. Shu tashkilotning rasmiy nimasidan talab sunilsa, chunki buni nima deymiz desangiz, mas'uliyatni o'tkazib o'tish uchun. Avstraliyada biz Uyg'ur, Sharq Turkistonda bo'lishdan so'ng biz Avstraliyalik, Avstraliyaning fuqarosi. Agarda biz Uyg'urni Xitoyni o'zimiz hal qilamiz, palonchi xoin juma, pistonchi xoin juma desak, bu o'zimizning ish bo'ldi, keyin balog'i qolgan vaqtimizda Avstraliyaning soti bizni ayamaydi. Ammo shu Xitoy nima qilgan vaqtida, ilindigan shunday ishlar bo'lgan vaqtida biz Avstraliyalik, mening tashkilotimda 200 Avstraliyalik Uyg'ur va miyada, shuning uchun Avstraliya federal saqchisi, Avstraliya istihbarat idorasi 200 Avstraliyalikning uchurini qo'g'dash sening majburiyating deb mas'uliyatni o'tkazib o'tish kerak. Shu vaqtda bugun bir ish chiqsa, Avstraliyaning federal saqchisini so'rab chiqqili bo'ladi-ku, sotqa nimaga. Shuning uchun mas'uliyatni biz Uyg'ur o'zimizni qafasning ichiga solib, nima bilan Xitoy bilan o'zimiz hal qilamiz deb ajoyib odamlar bor bizda-ku. Işte Xitoyning qilib qaptiga buni o'zimiz hal qilamiz deb qabilaning shaklida o'tirib, Xitoyning ilg'agan josuslik yoki uchur yetkazuvchi belaklarni qabila shaklida hal qilmoqchi bo'lamiz. Amaliyotda hammamiz ziyon tortamiz. Babur Maqsud masalasida oxirsida bizning tashkilotlarimizdan savallik chiqdi oxirsida esinglarda. Tashkilotlardagi odamlar. Shu xamliq yashirmish da'vo. Ama şu Babur Maqsud'un sotlanmaganlığı, yani sotlansın ağır layık ceza verilmeyenligi ma'lum. Ondan başka Xitoyning kuchi, iqtisodiy va siyosiy jihatdagi ta'sirining cho'ngishi bilan ko'plagan davlatlar oraliqidagi uchur almashtirish, terrorga qarshi degan nom bilan josuslik qarta josuslarninki uchurlarni bir-biridan almashtirish xarakterida diplomatiyasi bo'lganlik sababidin yana biri mazkur davlatlar o'qilayotgan ishning o'zining davlatiga bir daxlisi bo'lmaganligiga ishonch qilsa ko'rinmaydiganligi sababidin mush yo'chiqdan foydalanib ketayotganligi ma'lum. Bunda bir avalosida nima chora bor? Ya albatta, bizlar qarshi tarafning josusini bayqaganda, voy ben deganda kelib, josusni da'atmayjim. Belaqlarni demedim, uchur yetkazgan. Josusni bayqaganman shu an tutmaydi keyin. Uni amalga devshirmek tirishudi, yani uni qo'sh josus qilishga. Onun kendin elbette özünün menfaati kemmigende tutmay turupmu, onu yalgan uçur berip, yemlep koyup degandek onundan faydalanış üçün tutmaydı. Ama bizning aramızdaki pak uçur yetkizgüçilerden de bularninki mesuliyetini o xalqaro siyasetga ko'tarmaysiz. Uni şu misal hozir dedim bu Avstraliyadagi 200 Avstraliyalikning menfaatini, uçurunu, sağlamlık ahvalini Xitoyga yo'llayotdi deyish orqali Avstraliya federal saqchisiga mas'uliyatni ishtirib qo'ysiz. Yani o devletin siyasi nimelerden kütmeysiz, diplomatiyada qanday bo'ladi, bular özünün menfaatini bilmezki salıp emas. Meyada 200 neçe Avustraliya, ben bir sual sorayım. Dünyanın her qanday bir yerinde, Şərq Türkistan ya Uyghur teşkilatları, özü turuşluq devletlerinin federal saqchisiga yoki şunun münasibətli casusluq qarşı turuş organlarına meyada 200 Uyghur var. Bular Amerikalık ya Avustraliyalik ya German. Bularning uçurunun mında sırtqı çıkıp gelse biz sizlarga bildirdik, yani manda tehditler var, manda adamlar var. Sizlarga bildirdik, shu yerdan chiqmaslik uchun bizni bir skan qilsanglar, bizni bir bunda tarasanglar degan xatni yozib baxtimi? Sualimda buni avval talab qilish kerak.
Avazınız yok Ahmet. Ben tuncu qatam angladım herhalde. Lekin Gollandiyada ötkenki bir tirishchanlik ko'rsatish jarayonlarida oxirida olgan javobi shu bo'ldiki, Gollandiya tavalligida josuslikqa majburlangan yoki tahdidlangan insonlar bo'lib qolib qolsa, bularni tashkilotlarda xizmat qilayotganlar bo'lib qolib qolsa, alohida qo'llaydiganlik to'g'risida belgilanib chiqqanligi ma'lum. Başka Hem devlet kıvılı buldu, bizim teşkilatlarımız kıpak mı dedikin? Mümkün. Şimdi benim nimem tügüdüğü değil mi ahirki beti şutu? Şunun için yani ahval bu. Hazır bizge münasebetlik istihbarat doğrusidagi uçurlarni mishinchilik yetudi deb o'ylayman. Uning kompyuter qaytadan İran'ın yadro enerjiya stansiyasini qandaq dismantle qilish ularning bizga hozir ancha ehtiyojimiz yo'q deb o'ylayman uçurlarga. Hamda hozirgi narsa biz qanday mudofaamiz shu masala. Ulardan diqqat qilsanglar, mushu yaqinning yog'i qiya jidal bo'ladi to'g'ri. Ba'zilar deydi bular shpion, Xitoyning odamlari. Ma'lumni qo'shib qo'yarasiz. Bazı qarindoshlarimiz bunda deyotganda, men Facebookda bir narsa yozaman, meni tillayotganlar Xitoyning odami deyotganda, unaqa emas qarindoshlar. Masalan, o'zimni deyk. Men Facebookda bir narsa yozaman. Xitoyning odamlari masalan Urumchidan yo boshqa yerdan chiqib xat yozdiganlar, bu Facebookda meni tillayotganlarning ichidami bor, meni maqtayotganlarning ichidami bor. Meni tillaganning hammasi Xitoyning adimi, meni maqtaganlar Ros Uyg'urlar deb o xiyolga kirib olmaylik qalbimizda. Chunki zaten Xitoyning hozir chet elda qila oladigan ishi to'g'rida jidal chiqarish, bir-birimizni jidal chiqarish. Shuning uchun o'xshash hisobda ikki yag'an hisobni ichib, bir hisobda meni tillaydi, bir hisobda meni maqtaydi. O'ziga o'zi topadi jidalni-chu. Bu hamda normal narsalar. Masalan, hozir bir to'qay jidal bo'ladi-da. To'g'ri. Bu shpion, bu xoin, shunday narsalar deyilyapti. Bu odamni men ismini chiqarib desam, masalan, hozir Norvegiyadagi bir qancha qarindoshimiz, Shvetsiyadagi Tug'luq hozir chiqib so'zlayapti-da. Bular shpionmi, xoinmi, menga degan savol degan kelyapti-da. Endi mening beshida deganimdek, to'g'rilarda og'iz buzib gap qilish u xato. Men uni to'g'ri demayman. Bu yerda ikki masala bor. Birinchisi, shu ben bunga diqqat qildim-da, shu bo'layotgan sari diqqat qilgandan men menda bir narsani bayqadim. Masalan, Norvegiyadagi xonim 2 yilning oldida bir deganki, men yaqinda qarsam yana davtibdi. Davadagi falanchi erlar bana yalang'och rasm avatishmadi. 2 yıl oldu arkadaşlar. Hem de bu yerde biz bir resimiz çıkıp ya ma kaysam, muşumu işmi demeyken bolsak, hem de bu hanım çıkıp hazır ağzını bozup onda nemi kığa vaxtıda sen ağzını bozsan ahlaksızlık buldu deyişke salayetimiz var mı? Dedi işte bana kığının ahlaksızlık buldu dedik mi? Biresimiz. Şunun için ben bu noktaya diqqatimni tortdim. Yani 2 yılning yağı bir davada bir ayol bir narsa davatida aşı gapni hech kim diqqat. Hatta ism berdi Amerikadan falanchi, Turkiyadan bustanchi deb. Bu davada ama reallikdan birisi shuki, aloqa qilgan insonlarning ovozini elitib, ki onun karşısında salbiy shaklda qo'llanilgan ba'zan gap kisish orqali bundaq bir keçmişler bo'lganligi uchun ehtiyot qilganlar olib ketib, gap qilmaydiganlar ko'p bo'lganligi to'g'risida gap bor. Ya o'ziga gap qarang, bu davada birisining ovozini elib, uningga qarshi ishiltish degan narsa hamma yerda bor. Bu siz bilan bizda yo'q. Biz sadda, tüptüz odamlarmiz. Boshqa hamma yerda bor. Hammamiz qiladi. Shuning uchun bu bir nuqta. O'lchamda adil bo'laydi-da. Har qanday vaqtda o'lchamda adil bo'laydi. Bu nimaga o'xshaydi desangiz,
Abduvali Ayub efendim çıkıp nimini Türkiye'de Abdurrahit Qarlıq malum özünün temizsiz biznes sözler ahınım kam nimi deydi diye vaxtıda ya Abduvali Ayub nimde atsa edep var değil mi gelle men çıkıp dapşak veli ötemayakka desem bana ahlaktan ders ötüdü. Yani senin ahlak ölçümünge ben işinişim üçün sen aldıda karşı tarafının ahlaksızlığı, edepsizliğine meydanını bildirişin gerek aldıda. Bunun dikin meninkini edepsizlik dep qarsan, bana mı okşaş meydan bildirsem, ben seni samimi dep qarayman. Eğer bunda qilmay bir taraf qilgan vaqtida uni jimmida turib elib, yana bir taraf qilgan vaqtida uningdan axloq dersi so'zlasa, sen axloq emas, sen bir tarafning ko'tamchisi degan gap chiqadi yani. Şuna mening qarshi narsam nima deganda qo'sh o'lcham. Kim bo'lsa qo'sh o'lcham ishlatishga bo'lmaydi. Ondan ki ikinci nokta Tuğluk'un devatkan bir gibi var. Tuğluk 3-4 ay oldu sözle atıdı. Onun devatkan gibi yalgan olsa mesela, yalgan olsa bizden dikkatimizni çaçıdı, zihnimizni avar kılırdı. Şuna bu. Şunda rol oluyor da. Yani niyeti yaman olsa o Xitayning şpiyonu yoki mesela qalayim qanchalar chiqarayotgan adam bo'ladi. Şuna bu. Yani bir taraf mı olar baktınlar mı? Onun devatının rasosu ne buldu? Rasokası onun sürüşünü kılış vacip olur. Ya mesela onun devatkan gipinin rastlığının bir oylap yapma mesela nimdeydi deseniz Şivsiyada bir adam var. Bu nurgulluğa adamlarını tutuvagan. Nurgulluğa adamlar bu Xitayning adamiga kelib yalvurdi ki deb birini sözlerdi. Eğer bunun degeni rast olsa, Mağabay sözlegen istihbaratdaki bu bir handlardan birini tutup aldı deyen gap. Bir qancha beliqlarning elib tasmasini tutup turadigan handlar bo'ldi dedik-ku. Eğer Tuğluk'un davatkan rast olsa, bu şunda handlardan birisiga uchrashdi degan. Eğer yağan bo'lsa, Tuğluk tepib chiqib urib davatkan Xitoyning bu davani qalayimqon qilayotgan adami degan gap. Onda olsa bu narsa rast mı yağan mı? Şimdi bu yerga nimiş dikkat vermeymiz. Bunu sen bana ve işpiyon devletçimiz gerek. Yakınmasa toxta meyad bir handlet bay kılıptı deyişimiz gerek. Bir iddia etilatı da otursa. Şimdi bu yerde Tuğluk isim verdi. Olsa da mujinda vaziyette şu Norvegia'daki, Şivsiyadaki şu cemaatin bir Türk'ün kişiler grup olarak ve cemaat olarak elçi olarak. Ola qo'lni isbot bormi ya? Ekilar ko'rib baqila. Hech kimga nima qilmay guvoh bo'ladi desdan rostliqqa. Deb bir payt o'qib o'tgan bo'lsa, yaxshi bo'ladi-ku hamda. Bir namaqul, ya'ni insonning tabiat bir chiroyli gap toshni yorar. degan bir gap bor. Bu zulm qilgan bunday qilgan bazen bir meselelerge duş kelgen kardeşler de özünü tutulanmay partlaş karakterlik yarı kılış, yarı kılıdığan da okşaş değil de yarıda kılıdığan telepoz ifadelerini kullanıldığı için insanlar adilbek nazik düş ketmez ama şu onu uzak durduğan bunda işlerini kılıdı ikinde. Eğer özü biraz takıldığan bir ikem degen olsa şu kan keçip verip şapaşlap Iraklıdan atlap berip körde yak almaydı. Lekin özü bir vasıta tesir kılmaganlık için men kılamdım bunu. Bu da sus karar. Bu mesele mandak mesele. Hazır otursada bir iddia var. Hazır biz üçün daha yaxşı bir fırsat bu. Bilsek. Biri eğer bu nesi yağan olsa bunun dikin muşunda Tuğluk olsun ya başkalar olsun ağzını jumaya vay deyimiz emimiz. Mesela muşu nesi yağan olsa Tuğluklarını biz memnun şahsen çıkıp bular Xitayning ilinib qalgan işpiyonları, Xitayning jidal qilib edip tamgını urup etişimiz gerek. Bunda qalayimqon jidal qilavermaslik gerek. Eğer bu narsa rast bo'lsa, o vaqtda biz diqqat qilishimiz gerek. Çünkü davaning ichida kerak buna kimning vazifasi buni isbotlash. Hozir mundaq bo'ldi. Tuğluk isim berdi. Nim dedi deseniz bu işlerden, boğa işlerden Şivsiyadaki Dünya Uyghur Kurultayı'nın hazır saylangan mı, tallangan mı vekili Nicat Turgun'un haberi var devatıda Tuğluk. Bizden muşu davada şu bir en kam nersimiz şu.
bir kamerani kötürep, mikrofonni kötürep, xalqning ishigining oldiga boradigan bir muxbirlar bor-ku. Shu hozir bir da'voda misolga manda ish bo'ldi. Manda yeri bo'ldi. Buningdan falonchining xabari bor deyilsa, ertesi muxbir bisib ketadi o odamning ishigini. Rasmlar gapdi. Mesela hozir Nijat Turg'un buni qarorini chiqara oladi. Masalada manda o'ylang. Birisi chiqdi, aramizda manda ishlar bor, manda narsalar bor. Buningdan Dilyar Musabayning xabari bor. Dilyar Musabay biludi, shu isbotlarni so'zlashdik desa, men qanday qilmay? O fitamo ya o adashoy. Anda qo'riq gaplarimga meni aralashtirma deyman, shundaqmi? Agar xabarim bo'lsa. Hozir Nijat Turg'unga bir nima tushdi? Bir vaziyat, majburiyat. Yoki bu gap yolg'on, mening aloqam yo'q, unday gapni anglamadim. Yoki bo'lmasa bu gap rost deyish kerak. Ammo o'tganda bir narsani dedim, bu siyosatda Toshbaq Gumpisuli boshni ichiga tiqqandikanlar rostga deb tushunamiz. Buna bir misol berib gapimni tugatay. Turkiyada vaqiravatıdı. 128 milyar dollar nerede deb vaqiravatıdı. Muhalefetçi, qarshi partiyalar. 128 milyar qine nerede dedi. G'im ovoz yo'q, ovoz. Bu g'im ovozning yo'qligi hukumatning qattiqiga fitna fasodlarga quloq solmasdan davlatni yaxshi boshqarishga tirishayotganligidan emas. Javob beraman. O sukutning ma'nosi shu. 128 milyar dollarni tonish pulush og'illar bilan yeb bo'ldi, qisingib bo'ldi degan sukut u. Siyosatda sukut e'tirof qilish bo'ldi. Unutmang. Shuning uchun hozir bu davoni shunday yaxshi ayirib oldigan fursatchi amaliyotda. Uni u yoqqa bu yoqqa burashning hojati yo'q. Buningdagi yana bir narsada o'tdi. Mendilqi hissi gaplarni mayli qarshi tarafga qilsin, Abduvali Ayib efendimga qilsin, yo'qimizdan Jahbali. Kimdi kim gapsin, ya og'zini buzam nemish qilsin, mayli hissi shaxlarini chiqarib etib, o'tirsida nima deyish tirishayotganini ashaga markazlashmoqchi. Bunga to'g'liq yana bir narsa deydi. Bizni 2007-yili indigenous people qo'yib mustaqilligimizni mahrum qildinglar deydi. Buni bizning ishki ishlar mas'ulimizmi bu savolni so'radi. Shuni qimmat deyalamsizlar deb. Kelgan javob nima? Yana Toshbaq Gumpisi boshni ichiga tiqiblar, Toshbaq bo'lib oldi. Bunda jim turib olsanglar, biz sizlarni haqibdi deb tushunamiz. Agarda Uyg'urlarning indigenous people qilib Uyg'urlarning mustaqillik huquqini yo'q qilib bo'lgan bo'lsanglar, bu to'g'ri deyilayotgan til haqoratlar emas. Uni biz birini qo'shib qo'ydik. Alloh balaringlarni bersin agar shuni qilganmisan. Qilganlarni. Endi chiqib biz qimmidoq danglar. Masalan, Rabiya xonim chiqadigan bu sizning programmaga aytimi. Albatta inshaalloh. Shu savolni so'rang. 2000 iddiasi rasmiy ekanmi? 2007-yili ya'ni siz so'rang dedim, hozir men o'sha so'rab qo'yib chiqqanda javob bersin. Degan unutulib qolsa xalq esiga solsin. 2007-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyi ismlarni beryotdi. Olim Seyitov, Ömer Qanat, Rabiya Qadirda Uyg'urlarni indigenous people qilib qo'yib, Uyg'urlarning mustaqillik huquqidan mahrum qildinglarmi, qilmadinglarmi? Savol bu. Okay. İnşallah boshqa savol bo'lsa qarindoshlarimiz bana deb qo'ydi. Programma e'lon qilingandan tortib yoki plan qilinayotgan chog'dan yoki taxmin qilayotgan savollaringiz bo'lsa, agar falonchilar o'tkazmoqchi bo'lgan suhbatim bo'lsa, mana savolni so'rab qo'yinglar, biz uchun, men uchun degan savollaringiz bo'lsa, qarindoshlar, axloq, adab o'lchami bilan millatning manfaatiga uyg'un kelsak, har qanday savol bo'lsa, so'rab berishga tirishamiz. Şu an bu İslam'ın bir sevmemeli olsun. Ben de hayatın sualına inek cevap alamadım. Eğer Nijat Turg'un düştü bir vital taş, ya ki isim sırlı kılınan kişiler düştü,
guvohlik tortilg'uchilar tushdi. Agar bu hech kim jim turgan avalasida, yalanliq muxbir degan muxbir bo'lmagan avalasida kim qiladi bu ishni? Yana qoida bek oddiy. Agarda maydonga bir iddao chiqib, uningga javob bergan bo'lsa, u narsa rost keladi deb mandal tushuninglar. Qarang, biz mangami bo'ldi, men to'g'riliqmi bir iddao etildi, esinglarda bo'lsa. Mana Amerika Uyg'ur jamiyatining raisi bir kuni o'zidan semiz bodulkani ko'tarib chiqib va tukurkini chachiratgan holda shu Turkiston yoshlar qurultayining bosh kotibi bir adimi orqali, bir a'zosi orqali meni o'rin bo'shatdi deya o'ziga, ya'ni menga o'rin bo'shatdi ekan. Mening yo'limni yechish uchun o'rin bo'shatish kerakka. Men ashta deyizibdiman. Ashta deb bir iddaoni o'tirg'atdi. Atqandan keyin bizning ishga ishlar mas'ulimiz bunga inkos qaytdi. Agar inkos qaytmay jimmida turib olgan bo'lsa, bu ish rostga deb tushensanglar bo'ladi. Ya'ni men yo'limni yechish uchun Amerika Uyg'ur birlashmasining raisini iste'fo berib, sen tushib ket, mening yo'lim yechildi ekanda, uning yo'li iste'fo bersin. Shunda deganim rostga deb tushensanglar bo'ldi agar biz inkos qaytaramiz. Ammo bizning ishga ishlar mas'ulimiz inkos qaytdi. Bizning tashkilotda bizning xabarimizsiz, ijroiya komitetining xabarisiz hech kim berib yana bir tashkilotning rahbariga unday gapni qilolmaydi. Agarda qilgan bo'lsa, uning jazosi bor. Shuning uchun bizning tashkilotdan kim qildi shu gapni bizga deb bering deb savol so'rdik. Javob nima? Tashbaqa gumpisi boshni ichiga tiqib, boshni quyruqning tagiga bostirib memish. Ya'ni u degan gap, u iddaoni bir yerga urib topdim degan gap. Shuning uchun bu siyosatda savol-javobda kim javob beramasa, shuni gapi yolg'on. Bek oddiy narsa bu. Qo'rqishingiz bo'lmasa, rostga qilib bir muntazam bir yo'lda menayotgan bo'lsangiz, javob berishdan chekinmaysiz. Va agarda bir davoni sog'lom, shaffof, bu shaffoqmi ustozlardan so'z topdim, bir maqolasida suzuk deb ishlatadiki, transparent, ya'ni suzuk deydi. Suzuk bo'lish kerak tashkilotlar, ichitishi xalqqa ko'rinishi kerak, xalq bilib turishi kerak, nima ish bo'ladi va o'zaro dialog bo'lish kerak, savol-javob bo'lish kerak. Agarda unda suzuk bo'lanmay, savollarga javob bermay, berilmay va yoki bo'lgan ahvol ko'ringan hamon shu chiqqan iddao rost keldi deb o'ylasanglar bo'ladi. Bu liqima uyg'urchilikdagi bir saxta bir narsa bor. Nima? Fitna fasodlarga quloq solmay ishimizni qilamiz. Ya u fitna fasod deyilgan narsa rasus uchun Uyg'urlarning mustaqillik huquqini setib olgan bo'lsanglar qanday qilamiz? Rasus uchun agar u narsa. Shuning uchun yolg'on danglar chiqib, bu narsa yolg'on, unda qilmadik. Deyalishinglar kerak. Agar u narsa rost bo'lsa, ular fitna fasodchimi yo sizlar boshqa narsami degan savolga o'tamiz. Shuning uchun bu millatni undayliqi bizga pul versanglar bo'ldi, namoyish qilib bersanglar bo'ldi, boshqa ishga aralashmanglar, savol so'ramanglar, biz ishimizni o'zimiz bilganini qilib ketaveramiz. Haligi xalqaro sahnaga chiqib, avtonomiya falan. Endi bugungi temamizda shu istixborot temasimi tashkilotlar suzuk bo'lganda ichiladi. Tashkilotlar texmo bexatar, xavfsiz bir holga keladi. Tashkilotlarni xalq kuzatib tursa, surishtirib tursa. Agar unda qilmasak, anki yana bir nuqtani deb qo'yay. Shpion degan bizda jasus yo'q dedim-ku, Uyg'urlarning jasus tarbiyalamaydi. Eng yo'qollarmi bir oblast saqchining bizimse degan bir halchilar yani. Ular jasus emas ular. Endi shu nimada shu shpion degan ko'chada yurgan, u yerda oshxonacha yurgan odamdan chiqmaydi. Shpion degan shpionligi chiqqan vaqtida hamma odam hayron qolgan odam shpion bo'ldi. Yani shunday tushuntirdi. Ya masalan Gollandiyada hammadan biladigan mushu gumonliqchimi degan odam shpion chiqsa siz hayron qolamsiz, qolmaysiz. Ammo shpion degan siz hayron qoladigan yerdan chiqdi. Shpionligi chiqqan vaqtida o'jon hammadan voytova deydigan yerdan chiqdi. Xuddi shu pepo akish chiqqandek-ku, abal yog'in chiqqandek. O dehshatken o.
Aşında yerden çıkıyordu şpiyon diye. Bunu bilişi lazım. Şuna bu şpiyon, hain, yani bilme diyen sözlerini onda əzən işletmezlik gerek. Bulup mu teşkilat rehberleri onda hain, hain diyen gepni əzən işletmezlik gerek. Çünkü bütün davanın moralini düşürürdü. Eğer koluda ispatı olsa falançının, tustançının hainliği ya nemilikki. Ben işenmeyme. Şu bizim teşkilatla ispat bilen özü duruşluk devletlerinin federal sakçısıga falanca işpiyonti şu bizge xətərə geldi de ispatını berip bu sakçının onu kolga ammıqallıqına ben işenmeyme. Bizi o casusunu bülsümü tutmaydı ki edip deyimiz var. Ya avam senin kulağınız ispatı olsa sen böyle bir bak. Çünkü sen Amerika ya Germaniya ya Avustraliya puhralarga vekillik qilsa Uyg'urlar o'xshash vaqtda o'zdirish davlatning puhrasi biz vatandoshi bizni qovdash federal sakçının mecburiyeti. Shuning uchun isboti bo'lsa federal sakçısıga ya casuslikka qarshi turish organiga bas bo'ladi. Bo'lmasa nimalar o teşkilat bishidigilar chiqib qustanchi Xitoyning adimi Xitoyning ishpiyon 15 yil tatbiq o gapni derdini 15 yil. Siz mi bilirsiniz ki şpiyon ne dedin? Birisi bir şpiyon depi kol velanı yok. Şunun için onda əzan işletmezlik gerek teşkilat başları. Hem de Xitayning bizga qilalaydigan eng cho'ng ishi shu jidal chiqilish. Jidal. Bu ben o'ylagan yoki umid qilgan mazmun qaragan chog'da yani bek ichkirlimidik, biraz abstrakt, biraz kengrek ama tiz yani döngürek bir program bo'ldi deb o'yladim. Eğer yani to'g'ri ko'rilsa aldığımız fırsatları yani bunu biraz tam inçkilsek o çağda tushunchimiz cho'nqurlagan chog'da mudofaa ko'rish iqtidorimiz oshadi. O senin bir qattiq mundaqki men başqa qarindoshlarning so'zlayotgan narsalariga mesela akademiklarning har qaysi temalar so'zlayotgan narsalariga qaradimchu. Farqında çünkü bu hem de pek normal narsa. Bütün xalq hamma sohada akademik seviyede bo'lmagan ekan. Mesela bu adamlarning hammasi dunyodagi hamma ilmni o'rganmaydi. Çünkü akademik tilda, akademik seviyede gapirsangiz, xalq onu birinchisi anglamaydi ekan. Çünkü quloq tetmaydi uchun manda beklik nazuk nimda bek yumshoq gaplar. Bunun kendinden hukmlarni aşı eğir işiltiverse o xalq onu tushunmagandan nəhayət tez jiraqlab ketadi. Lekin mening his-qa yana bir narsam ijtimoiy fanning va mushu istixborot olsun ya askariy bilimlar olsun bizning xalqimizning tushunchasi eng dastlabki tushunchani bir yaratish kerakki oldi bilan xalqning qalbisida. To'g'ri. Ondan keyin chiqish kerak. Shunga mening mayli bu tem bo'lsin, mayli bunda burungi temalar olsun, mening dastlabki savat şekilde. Hiç anlab bakmagan adam istixborot to'g'risida, xalqaro munosabatlar to'g'risida umrida anlab bakmagan odamga qanday gap qilib eng tuvan yerdan tushuntirishga bir narsa his qo'yishga tirishim. Mening qilayotgan ishim bu 3 yilning yani. En addiylashtirish. Albatta bu temalarni ochsangiz har birisi u 1 yil programma qilgan temalarda misollar tugamaydi. Kishiga kirsa tugamaydigan ishlar. Bu jasuslikqa aloqador filmlar belki jiqken hem ko'rilish nimasi yuqori oldu ekan. Jasus filmlaridan kam ochib. O oshkorlangan iddialar deb qo'ydi. Yani fikrlarga qaragan chog'da jasus filmlerde o'ttirib qo'yayotgan taxmin va oshkorlangan sir hikmatlar ham farosatlar o sohada ishlatilib mevzu chuvilib ta'mi qolmagandan keyin o'ttirib chiqilib kino qiladi deyildi. Yani bizning og'zimizdan deb ochtirib qo'ygan filmlardagi o o'yinlangan o'yinlar istixborotda qimmat qolmagan o'yin lekinde şu bizning o jihatdagi o'rganishimiz favqulodda chekingan yoki jiq keyinda qolgan ekan. Yani diqqatimni chekkan bu nimada bo'lash deyishlik deb umid qilgan turlar xili bor lekin
sizda aytgandek dastlabki bir savat shaklida bo'lganligi uchun ishkillash xarakter bo'lib qolar ekan. Uni men juda yutib turay. Keyingi bundan bir davom shaklida yana bir chunqurlash qildi. Shu chog'da inshaalloh balkim yana siz meni so'ratmay tayyor qilishim mumkin. Bundan bugun boshqa munosabat bilan boshqa tavsiyalarimiz olsun anglaydi. Nahmadan ko'rayotgan qarindoshlar yaxshi ko'ryapsizlar. Har 3 noktada tarlıvatıda, Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da. YouTube'da 76 deydi. Nimede 84. 160 adam ko'ryapti. Telefon qilib so'raydigan savollaringiz bo'lsa so'ranglar. Ma'u inkaslarga bali şekilde şahşa gap sizlarni aralashtirib bizni charchatgan qarindoshlar bundaki bunda qilmanglar. Va uyanchiq emas programma. Alohida vaqtni ajratib keldi qarindoshlarimiz. Şununla layık itibar bilen, edep, ahlak bilen, samimiyetler o'ttirili. Şu çağdaki, şu sizlerin qaytırgan inkasındaki samimiyet, ehli ilimlerge ozuq buludu, medet buludu. Bana. Bir kardeşimizden telefon geldi. Esselamu aleyküm. Alo, assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Rahmetullah. Ahmetcan efendim, qanday ahvalınız yaxshimi? Yaxshi, siz yaxshi turdingiz. Ovozingizdan mayli anglatimiz so'zingizdan. Kim bo'lasiz? Ben hozir ishdaman. Ben Facebook'ta anglamayman. Shu men gapimni qilay, ayaqdan Dilyarning ovozini anglabda, endi kim bir ikki qiz gap bilan ikki qiz savol bordi. Xo'sh, gap qiling. O'zim Shvetsiyadan to'liq xamet. Abiyan ben ekraninglardan aldım. Ben abayaq Dilyarning gapi o'zim qamg'ini bir urib etay. Yakında Necat Turgun akimiz Bosniya'ya berip Dolkun Aysal'la bilen görüşüptü. Bu yerde birinci kığa işi bu Necat akimizden sorattı. Bu elimizdeki yaxşı bizim bağalan iman kılattı. Burunda emesin nim boldu degendikken Necat akım bağ gapını yaptı. Degendikken bu nemiş minutlaydı ondan sonra bu kurultaylıklarına degendikken şu mesele şu muşan şık adamda çıkan dikken, çıkayına yakağan dikken bunun hiç kim kulağını yapağın ki şu açık gelip şu bir yerden bir mesele çıksa, bir öy kurgan bir şirket olsa, elbette öyünü kurgan demez, şirketin tutuduğun iş var elbette. Çünkü benim ziyankeşlik şu kurultaydan bu anki kurultaydan çıktım. Bu bir. İkincisi, şunu soraktı, onun dikiyem, üçüncüsü, ablikim İdris, Doğuşan Abbas'ın yol işi. Ama bu dedikine beyansın ben cezalar vermeyecekti. Yani o cezalaştığında üzerime bölüme, Şivisiye'de kandak sotka verişini, kandak kılışını ben özüm bunu obdan bölüme. Onun bunu videolarımda toluk cevap verdim. Hatta Necat Akaş'ımız yaptı. Ben neticetim Şivisiye'de faaliyetlerine çakırgandım. Çünkü bunun atanısını keşif ettiğini bilime. Dolkon Kamus'ta yollarını toğra verdi. Nurgun Tekten Müştakılık, Şangang'ın ki, Tibet'in ki faaliyetleri, hatta parlamenton yerlerine kırıp dualıkları yerlerde tosif etti bunun aşı Şivisiye'deki TV'ye çıkan diken de emin yaptı. Onu ben üzerinden videolardan dedim. Yuşar hançıkına gap yok. Bu emde benimki adı yarınca habersizen gipimde bir tam grup koyunu. Ben de sualım çıktırlık. Birincisi, şu Dilyar Musabet, şu Dimininki, şu Muaddar'ninki, şu 5567'de diyen sandığı kadar karaydı. Çünkü hazır için durgun adamlarımız topladı mı? Mesela beni tılava çıktı. Yok olan yerde benim kolak çıkartmış nakıl diye bu küçük kız oldu o bu da. Bir yerde çok küçük kızın meselesi yok çünkü belirten takdiri. O kız olduğum yerde hiç kaçanda bir lagırdakilerin sanını sormadı ki. Bak bunundaki materyalın nereden aldığını diyendik ki. Bunun gibi biz videoda ben Nahmeydan'da kılıp aşını cevabını verirken. Bunun için Germaniya kelgen çağırdı mı? Amerika konsolundan Germaniyanın parayat kan çağırdı mı? Fakat Roşan Abbas yüzününki Alisan'la Where is my sister that's şu filmlerini işlep hem de mesela gibi şahsi dava diyen şahsi boğun yaptı. Ben özüm parlament aldırıp koydum. Çünkü hiç kaçan bir teşkilatın bir Necat Turgun hakimimizin bir berip bağırıp yardım verse ya bir mangriyat bir yardım verse ya Dilyar'sa yardım verse anın yapmak kapatmıyor. Çünkü bu minenki özümün şahsi davası o parlament aldırıp özüm kanak kılışını bilemem ki. Peki bunlar hem de şu davanı Şunda 5567'deki çürüp, onundaki aşında bir edişten bir şahsıklık, yaman küçük bir var ki. Benimki yani şu toğrusu da Dilyar'ın oyla kaldırıp toğur mu ya ki kanda şimdi bir müşlağa
bu körvatlı tor dünyası bu haş. Müşü suallarım için men geçik bal sualım. Ben az izre işitdim. Telefonunu koyuyday. Şu kulkum varinden çıkıp anlayacağım cevabım. Mağ rahmet. Anlap bakalım. Rahmet sizge anladı. Buldu. Birinci sual muattarning sanla hata belgini dedi o ko'rinishni men ko'rdim shu gapni anglagandan keyin ko'rib qarsam mening ko'nglim esqirdim savolni tushunamay qoldi. Ya'ni oyatda so'ralayotgan savol bu yerda 1 millionda 3 millioncha odam lagerda o'tibdi debsizlar. Buni nereden aldinglar? Bunun uçurunu nereden aldinglar degan savolga bular o'zlari ta'minlagan 5400 guvochininki narsini biz ag'a chiqqan narsa mushu deb muattar oyoqqa markazlashib qoldi kalisi. Ama onun so'rayotgan savoli 1 milliondan 3 milliongacha odamni nereden aldinglar degan savoldi. Buni anqirib bo'lib tushunamagandan keyin asoschi qaytadan so'rayotgan savolni. Lagerda qancha odam yetyotidi deganda javob asli 1 milliondan 3 milliongacha bo'lganda ala bu uchurni nereden alding? Nereden aldım bir şekilde savol javob qilaman deb so'tchi. Lagerda qancha odam yetyotidi degandan keyin berilgan javob 5400 degan javob berildi. U 5400 degan javob asli biz shuncha guvoch topaladik degan narsada, ammo oxirsida muattar biz hammasini uchurini yig'olmaymiz, lekin shunchalik yig'dik degan shaklda tushundirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, masala nima deganda so'tchining savolini tushunamadi. Shuning uchun ashlar bir ko'rinish chiqibdi-ku yana. Endi u qasddan bu 5400 dedi buni desak to'g'rimaydi. Bu yerga kirib 5400 demaydi. Hamda bir bu yo'lda meniyotgan, hamda biz 20 yosh vaqtlarimiz, 21 yosh vaqtimiz biz nimalarni dedik. Men inglizcha yo'q so'zlarni ijod qilayotgan 21 yosh vaqtimda. Masalan, participant degan gapni bilmay, participate degan qatnashgandan keyin participate degan bo'ldi so'z ijod qilayotganman. Tunji qitimda 7-8 yildan oldin qilgan vaqtimda. Shuning uchun 20 necha yoshlarda bu narsa bo'ladi, shu yo'llardan keladi, yetishadi, atugin tamtirmaydigan bo'ladi deganda. Ammo masala Chempionlar Ligidek muhim bo'lgan, eng cho'ng bo'lgan bu so'tinglarda, bu da'voda, bu sotda akademik klubdagi yoshlarni o'ynatishning vaqtini etdi. Ashaga tayyor etdi. Yani tekniğe başka bir yersi çıksa yaşlar terbiyelerini tursa doğru bulandı yakılması. Tarafti kıldığım bir fırsat mı bu? O kadar mühim olsa demesi. O kadar lonqalıdığın mühim musabık olsa bu yer geçiş gereklerini çıkarmamızlar, yaşlarını çıkarıp bu yerden kılamızlar demek için. Yani birisiga qo'lida berilgan material va sual mındak kepqasi mındak tayyorlik qilsiz. Bu emniyeti kilidi-ku bu sual. Qancha odam yetyotidi deydi. Biz 5 milyon deymiz belki. Nereden topding bu isbotni deganda, masalan, Amerikaning manbalari var. 3 milyon, en az 3 milyon deb. Boshqa yerlardagi manbalar var chiqqan. O'sha manbalarni berib, manbada u 1 milyon degan san 2018'lik san BDT'ning. Amerikaning istixborot organi ma'ni dedi, organi ma'ni dedi, organi ma'ni dedi 5-6 manbani berib en azda 2018'de 1 milyon bo'lsa, hozir 3 milyondan 5 milyongacha odam yetyotidi. Manbalar ma'lo degan narsada nim qilmoqdi. Tayyorlik yaxshi qilmabdi. Ya'ni muattar emas, muattarga shu narsani tayyorlab berganlar. Shuning uchun ashtar bir uqishmaslik chiqdi. Ammo men uni muattar o'zi bo'lib turib 5 ming odam yotdi deb bu yerda xoinlik nimasi bormi desa, endi mencha u yo'qmiki deyman-ku endi. Onda xatolik ama o'zini aytib muhim bo'lgan cho'ng maydonda o'tkazilmasligi kerak bo'lgan xatolik bo'ldi. Yani bir yerde
amallarni ikkiga bo'lamiz normalda. Sadoqatdan yoki qobiliyatdan deb. Sanchaqsini shundan chaqadi, muvaffaqiyatga erishishni shundan bo'ladi endi. Bo'lapmi, qas bo'lgan bo'lsa, qaraymiz, qobiliyatdan bo'lsa, buni apu qilish imkoniyatimiz bo'ladi endi. Va shunday qilish kerak, shunday tarbiyalanib qoladi endi. Lekin sadoqat masalasiga bir taqalgan bo'lsa, buning faqat jazosi bilan bo'ladi bunda. Boshqa narsa bo'lmaydi. Lekin uni isbotlash kerak-da. Bu gapingizni men biraz yapılaqlashtiray. Xo'sh. Biraz oddiylaştiray. Türklerning bir gapi bor. Ya ahmoq, ya saxtakor deydi-ku. Ba'zi narsalarni bilmay qolgan bo'lsa ahmoq deydi, bilib qolgan bo'lsa saxtakor deydi. Shuning uchun xatoliklar kechirgili bo'ldigan xatoliklar bor. Masalan, gapilib, tilni qiyib ketadigan, so'zlarni xato ishlatib oladigan ishlar bo'ldi. Misalga, mening oldingi programmada siyosatning o'ng-so'li deganda Doğu Perinçek'nin partisini Ana Vatan Partisi deb yozibdim. Ana ketibdim de Vatan Partisi asli onun to'liq ismini o'zgartib bu haqida agish bo'lmaydi hozir. Bu bir xatolik endi. Kechirgili bo'lgan xatolikda menda bo'lib qoldi deganda. Anki ba'zi xatoliklarga kechirgili bo'lmaydigan xatoliklar. Bu bir xatolik, ammo uni kechirgili bo'lmaydi. Mesela hazırma ilmanımı çıkarıp koyay. Hazırma ilinip gelişte insanların acizliğinden ilip aldı dedik. Ama Mirzat Yolvas qeyrendişimiz Dünya Uyghur Kurultayının muavir reisinin bir yazışmasını çıkarıp koydu. Bir ayalga yazılgan neyse. Ben bir yerde ikram söyleyip çıkışını toplu kömüdüm. Bu kechirgili bo'lmaydigan xatolik. U desa Mirzat Yo'lvosning qo'li bo'lgan bo'lsa, Xitoyning qo'li bo'lmamdi. Xitoyning qo'li bo'lsa, Xitoy istixboroti abayman ko'rsatgandek ilmamdi sizlarni. Shuning uchun yuqoridagi ojizliklar chiqqan hamon istifa berish kerak odamlarcha, da'voda ayrilish kerak, da'voga ziyon bermaslik uchun. Shuning uchun u kechirgili bo'lmaydigan xatolik bu. Mirzat Yo'lvosning chiqargan narsa. O'zing latif ko'raman bu yerdan chiqib biraz patishap bo'lsin. Bo'lmaydigan xatolik. Ya'ni kechirgili bo'ladigan xatolik va kechirgili bo'lmaydigan xatolik va lekin qasddan bilib qolmasa xoinlik va. Masalan, yana bir iddia Uyg'urlarni indigenous people qilib qo'ydi degan narsa. Buni men anlagan. Agar bu narsa bo'lsa, bu onda xatolik, kechirgili bo'ladigan bo'lmaydigan emas, bu dötkülü bo'ladigan ish emas bu. Bu yerda sadoqatli masala bor. Agar qilgan bo'lsa shuni. Shuning uchun bu qitim shu qiyochiya jidalchi bizga bekchiq narsani hech qurdi amaliyotda. Yo, masalan, Nijat Turg'un chiqib, to'g'liq fikam yo'q gapni qilma, nada unda deyishdi, bu gap yolg'on desa, to'g'liqlar yolg'onchi bo'ladi. Agar unda deyamsa, demak Dunyo Uyg'ur Qurultayining to'g'liqning bir Xitoyning xandlasini tutib olgandan va bu xandlarning qo'lida da'vodagi bir muncha odamlar kimlarni sanayotdi bular yo'g'on ismlar va o'ylab qo'yganlar. Amerikadan tortib Germaniyagacha, Kanadagacha. Agarda buni deyamsa, demak bu narsa rost, bu da'voda bir muncha yo'g'on ismlar Xitoyning bir xandlasining qo'liga ilinib bo'ldi degan gap. Biz buni elga quruq gap qilmay namoyish qilaylik dedi. Bu quruq gap bo'lsa, bu da'voni qilma bo'ldi. Bu da'voni ichida 5-6 odamni bir Xitoyning xandlasi ilib bo'ldi degan iddao chiqyapsa, biz berib namoyish qilamdik. Bu gap rasmi yo'qmi? Nijat Turg'unga bir nima tushdi bu yerda vazifa? Yo'qan gap bu. Yo'qmi rost qurultayning xabari va mushta ish yuribdi deyish kerak. Agar demasa rastga deb tushunmayman. Chunki siyosatning qoidasi shu. Gap qilmasa rastga deysiz. Ya'ni bu sema indigenous masalasi. Agar bu indigenous masalasi rost bo'lsa, agar yo'qan bo'lsa bu Zumrat Tursun, To'g'liq Hamid sizlar qoin, sizlar jirka qilishmaydi, shpion deymiz. Agar rost bo'lsa, u nim degan gap bu indigenous people bo'lib mustaqillikdan mahrum qildi. Bizning kelgusidagi mustaqilligimiz setlib bo'ldi degan gap bu.
Şərqi Türkistanlıqlarning mustaqilligi birinchi qitim Xo'ja Niyaz Hoji Sabit Damollarni tutib berganda biri yo'q bo'ldi. Ikkinchi qitim 11 bitimda setildi. Üçüncü qitim 70-yili İsa Yusufni oldiga ruslar borganda bir setildi. Bu 4-chi qitim setilib bo'ldi degan gap bor agar rost bo'lsa. Şunun uchun buni ayirish kerak, bilishimiz kerak, xalq bilishi kerak. Biz chiqarib qo'ydik, indigenous people qilib qo'ydinglarmi deb bizning ichki ishlar mas'ulimiz savol so'radi. Javob kelmay turib, Somkining rasmi bilan, yana bizning rasmi bilan biz bilan munozara qilmay, bizdan o'pganlarni besanglar javob kelsin. Kelgandan keyin indigenous people'ni bek bilib ketgan bilamanlar. Biz Avstraliyada yashaymiz, jon qarindoshlarim. Biz indigenous people'lar bilan yan yashaymizmi edi? Bizga indigenous people'ning nimaligidan yerlik millat, yerlik olmamdi degan gaplaringlarni yig'ishtirib birdan o'tirib turinglar. Avstraliya, Kanada, Yeni Zelandiya deki adamlarga indigenous people to'g'risida bizning oldimizda palto o'ynatmay jim o'tirib turinglar hozircha, avval javob kelsin, tamam? Bu uchta adamlar biz indigenous people'lar bilan yan yashaymiz, bizga o'rgatmanglarning nimaligini. Avstraliyada hamma Uyg'ur biladi uning nimaligini. Indigenous people degan yerlik millat, Uyg'urlar aşizmning yerlik millati deb adam oldi. Avstraliyada olmayapsizlar. Bu yerda hammadan biladi Aboriginal nimaligini. Shuning uchun savol shu. Yani ikki savol. Birinchisi, Nijat Turg'unning rasmi yag'ami biladiğini bu ishni. Agar Nijat Turg'un bilmasa, yag'am bo'lsa, bu to'g'ri qamitlar qo'rq gapni qilayotgan odamlar bo'ladi. Ikkinchisi, 2007-yili Rabiya xonim, Olim Setov, Ömer Qanat qatorliqlar Uyg'urlarni indigenous people qilib qo'ydimi, qilmadimi? Qilib qo'ygan bo'lsa, mustaqilligimizni setib olgan bo'ladi bular. Qilmagan bo'lsa, yag'an bo'lsa, To'g'ri Hamid Zumrat tursin, shpion bo'ladi. Allah ularning balasini versin agar gap yag'an bo'lsa. Agar gap rost bo'lsa, bizni indigenous people qilganlarning balasini versin Allah. Tugidi. Shunda iniq qilamiz bu da'vo, shunda rahatlaydi mushishdan keyin. Ya bular fitna pasatchi, Allah balasini versin. Ya ular vatanning mustaqilligini satdi, Allah balasini versin. Ayrı valayli, taz yaxshi fursat bu. Manda fursat 100 yilda bir keladi. Xo'sh. Saq adamning tuyida bir og'riq adam bo'lsa, uning ing'irg'anligini, varang-churang qilayotganini, boshi og'ritayotganligini, bir yerlarning bir shikoyatini to'xtamay da'vatganligini anglaymiz. Voy, bizdan tus bo'lmaganida deydiganlar kim uçqaydi. Ya o adamni pes ko'rdiganlar, yoki bo'lmasa og'irib bakmaganlar, derdini tushunmaydiganlar. Bu xil insonlar shunday deyish mumkin. Boshqalar unga yesdoshlik qiladi yoki onunğa haq to'naydi, ya'ni varang-churang qilayotganlarga. Shuning misoli bo'ldi bu. O'tirib bir kasal barkan, varang-churang bo'lsa, ya o rasul bo'lish kerak yoki kazzab bo'lish kerak. Buni endi inshaalloh bugun temining nimasi bo'lmaganligi uchun ana markazda bo'lmaganligi uchun bu mazmunlar hozir Nijat Turg'un telefon qilsangiz deganlar bo'ldi. Hozir kuchsiz baxtim, kuchini ko'ymadim. Shundan qolgan chog'da to'g'ri emas o'xshaydi, shunga telefon olmadim. Agar nima qilsa to'g'ri kelsa shu qarindoshlarimizni chaqirib yoki to'g'riqning o'zini chaqirib program qilganda bo'lsak shu yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men va alaykum assalom. Ama işte telefondaki ovoz bilan ergashinglar, bu ko'rayotgan narsani o'chirib. Ben bu telefonga bo'ldi. Xo'sh. Gap qilsam. Ümit Musabayev. Assalomu alaykum, Ümit Musabayev. Hayatına yaxshi suhbatlar bo'lardi, ammo hali bir qizning Angliyadagi sud kollegiyasida 5567 degan sonni shu yerda o'tirib qo'ydi. U qizlarning so'g'uchini bayatni Ümit. Qarindishim, siz kim bo'lsangiz? Yaxshi edi.
Özünüzün bir devetken varsanız, ben falançı devetken varsanız. Ben Kurbancan, Norveç'te yaşayayım. Kurbancan İsa'nın. Aha. Hoş. Bir yerde bu sanni o kızala soralgan sualga template ketken boluş mümkün. İngilizceni yeni öğrengen pişik bulmaganlık için. Lekin bir yerdeki mesele şu kızalının koluga 5567 degen sanni şu dokumentni kim tutkazdı bunun koluga? Mühim mesele bu kaldı hazır. Norveç'teki Bahtiyar Ömer'inki Uygur Adliye Sallık Amburunu kurğunu hiçbir şey bok kaldı. Şunu milletinin paydasıga, milletinin menfaatine de kurğan ilerine o sallık ambarını. Bugün gün kelgende şu Angliya'daki Uygur Sot Kolluğu Üniversitesi'ndeki mühim bir halkılık teyitde kelip bu 5567 kan üzerine çıktı. O kızalga bir adam şu hüccetini, şu dokumentini tutkazmışsa o kızal nereden tepsili bilmeslik mümkün tonu. Ümit Musayip Bayıp degендek başka sual soralsa bu kızalga temsile parçası bu sanını dep koydu. Bu yerde muşuk kızal zari kim tutkazıymış dokumentini akıskanda duyan var. Ya Bahtiyar Ömer'mi oturuğa çıkıp men ma Uygur halkının canıcan menfaati kurgan bir Uygur Adliye Sallık Ambriyeti mavu. Lekin bu kurgan organın Uygur hizmet kılmaya vakit gelgende bu 5560 degen san bilen Uygur'un menfaati can verip kaldıgan şu kaldı. Şu bunu birse başka sallık malumatlar tutulsa dep Bahtiyar Ömer'mi cep kılış gerekti eğer şu sallık ambarının Uygur'un menfaati için kurgan bolsa. Bahtiyar Ömer'me hiç bunda bölgetini kılmadı. Bu kızalının kolu nereden çıktı? Bu mühim halkılık beyette mağanın bir inşkirek cevap vergen bu yakşı okuyor. Müsaade. Kesinlikle bile rahmet. Sizin rahmet. Ömde o koluğu nereden çıkıp kaldı onu ben bilmeyim. Çünkü o Uygur Liyasotu ben yok. Onun içinde materialını belge geldirmeye yok degende. Onu bilmeyim. Ama hazır qeyranışımızdan şu hazır dedi o hazır bunda buldu onu verdi bu hazır qeyranışımızdan göz karşı. Hazır qeyranışımızdan sualığa benim cevabı ben bilmeyim. Çünkü Uygur adliye suat bu hiç qanday yer yok biz bu işin biz bilmeyimiz. Fakat benim hoş bolgan narsam nima degende şu hazır qeyranışımızdek Muşunda bo'lgan masalalarga bundan keyin muşda xalq savol so'rab qiladi. Bundan ben hoş buldum. Ahmetcan siz var bu davanın shuncha yillar biz var. Muşunda bir savol javob bir engagement bir tashkilotda xalq o'rtasida savol javob qachon bo'ladi? Ben rostdan desam en az 10 yilni kutib o'tirdim. Gayet yaxshi bir yeni bir davrga kirdik inşallah. Şunun için qeyrinishimizdan sualının cevabını ben bilmeyim. Uygur Adliye Sotu men hiç qanday yerde yok. Kim berdi, qanday bo'ldi, hazır bir narsa desem speculation boludu, yani peraz boludu, onda qığım yok. Şunun için yani qeyrindaşlar, xatalıqlar, yani teşkilatdaki qeyrindaşlar hamimizdan xatalıqları bo'lganda bunu degan ko'z tutib turdigan va vaqtida kapıda tutup sual so'raydigan xalq uyg'unibdi. Bundan bek memnun bo'ldim. Yani inşallah de halkımızın psikolojisi de açtığılık açık gelgen çağda zorup çıkırgan bu mesela açık yanğandaki sipçilik pusapkarlığın degan bir gap var. Böyle koç paranları, koç tilleri. Yani izcil bulanmaganlık tüpeyden Kaşbak Rumpusunki devir sügerlike tarih ispatlanıyor. Yani onun şu bayat arkadaşımız demişse Kaşbak'ınki kepin çekiltimiz depti. O asan çekilmaydı bir kıtım uğanğa. Çokum tekrar uğraş gerek, izcil uğraş gerek. Muşun oxşaş qarindaşlarımızdaki hizi, hazi bu işe lazım ki. Yani bu işte emmeyle birbirimizle hedeflik olsak, Türkiye'de rol oynasak, inşallah teşilmeydiğen iş yok, teşilmeydiğen tam. Bir cümle koşup koyayım Ahmetcan, bir cümle. Şu neyse inek ki, ma İngilizler check and balance deydi. Tekşürep duruş, tenşep duruş. Dünyanın her qanday yerinde meyli teşkilat, meyli devlet, meyli her qanday bir organ
uni tekshirib turadigan va tangshab turadigan yana bir kuch bo'lmasa, ya'ni bu ko'pincha ahvolda media, xalq va siyosiy o'qituvchilar. Bo'lmagan ahvol ostida har qanday tashkilot, har qanday davlat, har qanday organ, har qanday partiya chiriklashib ketadi. Shuning uchun check and balance degan narsa bu g'arb davlatlarining demokratiyasining eng muhim qo'ziqlaridan birisi. Shu ish qilayotgan tashkilotlarni tekshirib turish, tangshab turish, balance degan tangpungliqni saqlab turish. Davamlı sual sorup duruş. Elki prezidentlarının nima qildi? Aqsirayda sual so'rab muxbirlar ko'ramiz o. Aşı xalq bilan 100 turani oldiga chiqish kerak. Sual javob qilish kerak. Agar xalq bo'lmasa muxbirlar bilan. Buni qilmagan tashkilotning va yoki davlatning, partiyaning hammasi chirkishib ketdi dunyoda. Yalnız bizlarimiz hammayada. Buni xalq bilish kerak. Shuning uchun sual so'rashdan qo'rqmanglar. Xalq sukutini buzgan kuni o'ngshuldi bu da bizning da'vo. Hozirda o'qalmagan yerlari bor. Ammo xalq ben ishini men aman bir kuni sukutini buzib, ma ishni musho'g'anti, ma ishni mo deb chiqdi. O'zi ko'p rahmat. Bosh topiladigan so'zlar bo'lmasa, inshaalloh oldimiz fursatlarda tekrar ko'rishimiz. To'xtamdoq, to'xtamdoq. Buldu. Ko'rmanlarga sizga ko'p rahmat. İnşallah eğer bu da programı nimasi bo'lsa, fursat bo'lsa, men hozir o'tgandim bu da istixbarat to'g'risida programma qilaylik degandan keyin men nima topshirib oldim-chu inkas. Ashta deb qo'ysam yaxshi-ki, bu da programma nima so'zlanadi. Yana bir telefon kelib qoldi, aytildi bu. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday tushib ketib Ümit efendim bormay tushib ketdimi? Ulgula. Assalomu alaykum menba. Bo'ldi. Men ismim Anvar. Assalomu alaykum Ümit efendim. Ahmet Bilay efendim. Meniki bugun program yaxshi ko'ramadim, ammo oldin qatm program to'g'riliq bir savolim bor. Oldin programni ko'rgan, agar Ümit efendim ma'qul desa so'ray. Buldu urupsiz hem de sualdan kaçkandak bo'lgan ve hoş. Buldu aldım katım siz Uyg'urlarni bo'lganda o'ngchilar, so'lchilar deb tushundinglar. Ondan ekranning so'l tarafi turganlarni ya men masalan erkinsizlik efendi, anda Dolqun Esa efendi bularni birisini kommunist qilayotgan, ya'ni birisini endi maqtak gomidanlar yapında fikirek ve yakın qo'yaplar. Endi mening kalam kelgan savol shu bo'ldi. Masalan, sizga davlatning ichida Amerikaning ichida bo'lsin yoki Turkiyada bo'lsin, o'ng so'l deb tuzganda, o'ngdikilarmi, so'ldikilarmi davlat manfaatini oldi qo'yib turib, shuning ichidagi fikrda farqli bo'lsa, shuni aşağıda talash qildi ekan. Hargizmi davlatningki elik huquqini talash qilmaydi ekan. Ammo bizniki qarsak, yaqin ekranning so'l tarafida turib olgan Erkinsizlik efendi va yoki Dolqun Esa efendi bekrak Xitoyga mayillik, ya'ni avtonomiyadan qechib Xitoy taraf mayillik ketmoqligini ko'ryapmiz. Unda bo'lsa, ularningki shu so'lchi yoki o'ngchi qatorda shu Sharq Turkistondan iborat masalan mavjud bo'lmasmi davlatimiz? Shu Sharq Turkiston ramkasida mavjud bo'lib turish to'g'rimi yoki bizim ularni xuddi Xitoylar Uyg'urlarni separatist degandek, bizim ularni separatist ketib qolasizlar, ya'ni chiqtinglar deb hali rasmdan chiqarib o'tishimiz kerakmi? Ondan meniki ikkinchi savolim Aldan ko'jag'ay. Ya'ni bu yerda biz yaqin anglayotimiz Uyg'urlar ideologiyaga lazim deb. Meniki shaxsiy fikrimda ham bu ideologiyaga ham mencha alqiji qazlamasak dedim. Chunki dunyoda ham 200 yaqin davlat bor ekan, qarasak boshqa ideologiyadan ish kuchi bor ekan. Agar ideologiya desak, masalan, sizga biz hozir Uyg'urlarning hozir bilim sharoitida bir ideologiya yarata olishimiz mumkinmi? Va uningga izchil mablag' solib shuni beytib Xitoyning kommunizm bilan G'arbningki kapitalizm yoki liberalizm mushlardan qarishtirgudek zat masoq aqsa davlat chiqadigan bir ideologiya yaratish mumkinmi? Va yoki bu faqat bir vaqt sarfchiligi bo'lib, allaqay Uyg'urchada chiroyli amal qilish mumkin bo'lmagan bir ishmi? Bizning Uyg'urlarning sharoitida aytganda. Rahmat. Maqsud rahmat.
Təşkilat rəhbərləri ködənlərmi? Bizdən xalqımız manda olaq. Bu qeyrinçimizdən mən bək məmnun oldum rəsmin, sən bək xoş buldum. Vallahi işinin qeyrinçim ni təşkilatlarının yığıllarda müşəcək sual düşməydi. Yani birinci sual, devletler deydi qeyrinçimiz. Her qaysı devletlerdeki onsol rəqabətində devletinin igilik hukukunu sözləşməydik deydi. Fəqət devletke qandaq yaxşı boludu, əmuşu. Qandaq qılanda devletke yaxşı boludu degan nəsini talaş-tartış qıldı ki. Ama bizninkiler igilik hukukunu yok qılıvatıdı deydi. Ben mühimge. Mesela müşahede için ben bir hatalığımla ixra qilib şu qilganda men bir xatolik o'tkazibdiman. Va mustaqillik degan o'tirdik sizaqdiki mustaqillik degan xatdan keyin savol belgisi tushib qolibdi qarindoshlar. Ya'ni mustaqillik o'tirsida demoqchi emasman. Mustaqillik demdu, demamdu degan shaklda o'ng so'lga bo'linimiz. Bu o'ngdagilar mustaqillik deydi, so'ldagilar demaydi-ku. Savol belgisi tushib qolibdi shundan keyinida. Buni men bu yerda tuzitib o'tay. Aldığım programda. Maqayranışımız yaxşı izimli saldı. Əmdi bu sizaqның sol tərəfidikilər hazır qeyranışımız degen igilik hukukunu ayak astı qıvıtıdikə degen gibi pek mühim. Çünkü taktika sebeplik Şərq Türkistan demeyli Uyghur ili deyli degen nəsə bu taktika emas. Dünyanın heç qanday yeride karşı taraf hapolap kalıdıyken şunun için devletimizden ismini özgerteydi deydiğen iş yok. Ya dünya bizde kollamaydıken devletimizden ismini özgertip duraydı deydiğen iş yok. Yani Palestinlikler herkes biz Şarkı İsrail'e deyip duraydı ya ki Arap yurtu deyip duraydı demeydi. Bu taktik emez. Şarkı Türkistan'dan başka herkanda isimini işlettiniz mi? Bunu ben kim başka bir programda ayrım düşendirip koyma. Şərq Türkistan'dan başqa isimini işlətken zaman bu müstəqillik davasının çıxdı. Uyghur ili degan müstəqillik davası emas. Bu taktika emas bu. Bu eğer taktika bolsa Uyghurga oynalıyatqa uyan bucu. Xitayga ya dunyoga emas. Shuning uchun o'tirsida sizaq so'zdik va ma tarafdagi sol tarafdagilarning qilayotgan ishining hammasi bo'lib 2017dan keyin texnik aniq bo'ldi bu. Bu Şərq Türkistan'ın igilik hukuku bilen bularının yani Şərq Türkistan'ın müstakillik davası Şərq Türkistan'ın işgal edilen bularının bağlansıra alakası kalmaymadı. Hem de bularını hazır qeyrinişimizdeydi. Bularını bu igilik hukukunu talaştartışqa aşkandayken bularını bıraktı üçülük versek mamdu taxtıdan Şərq Türkistan'lık emas dep soradı qeyrinişimiz. Men onu bu sol tərəfidəki sızaq bağlıq deyə qarayım. Xitayның bayrağı ilə, Tayvanның bayrağı ilə boğan sızaqni bula qançilik çiynəydi. Əgər şu sızaqның üstüge dəstəgən günü şu siyasetke arlaşmayla Allah turdu dedim. Bu erken Sıdıq efendim Xitayның bayrağıdan otursk sızaqda. Bu şu sızaqı dəstəgən günü Şərq Türkistan davası ilə alaqısı yox oldu bulanın. Hiç qanday alakası yok bunun. Ve bula mesela üst taraf soldaki adamda lager takalgan günü deseydi şeyge. Onu hazırdı başlar bildiğimiz lager takalsa bularının değerli tügeydi. Yani Xi Jinping çüp kesse değil misal var. Bana altı degen cümledi mi? Yani aşsızlıkı dessemdi o degen ibarede lagerden ilgili zaten sizin üstündekiler o. Lager içilişten burun yoldaş Kenzola topi bu. Yani yoldaş Kenzola dep gaqıgıl tasqaladı. Bu nim boldu emde. Ayağına patmaqalıq üçün mayan keldi dedi. Şunun üçün yani hap bolap qaldı. Şunun üçün hazır qeyrinişimizden diyen sualı o kadar mühim ki sızaqның oturdu, sızaqını tattı ama sol tarafdakiler eğer Şərq Türkistan'ın igilik hukuku bilen oynaydı qarşı olsa yani igilik hukukunu itiraf kılması müstakillik demeyli, bayrak kötəmeyli deydiğim olsa bular zaten Şərq Türkistanlıqның taxtısında ornu bulmaslığı gerek deydi hazır qeyrinişimiz. Bunun gibi cevabım şu, yani bulmaslığı gerek o əsli deydi. İntayın güçlü sual bu, intayın doğru sual. Haklısın. Benim cevabım şu,
Şu yanındaki sizatni desep ayağı ötken günü bularning Sharq Turkiston nimasi bilan aloqasi qolmaydi davası bilan. Ve hatta ki eğer indigenous people qilib qo'yganlar rost bo'lsa, şu indigenous people qilib qo'yganlarini qo'shab bu yoqqa hammasini sizatning ayağı ishtirib o'tamiz. Ya'ni bu Xitoy kommunistning adimi, bu Gomindangning adimi Sharq Turkiston bilan aloqasi yo'q deb bir aql o'tab ketamiz. Bu. İkinci sual nimte, ikinci sual unutup kaldım ben. Yaxşı sual sorgan ikincisi mi? Aşk erenişimiz bir yizipli vese isim kaldı. Pek yaxşı sual sordum. İdeologiya, doğru isim geldi. İdeologiya yaratalamdı yok. İdeologiya yaratamsak vakit sırapçılar mı dedim. Buna hatirem şunda yaxşı unutukanmaydım. Şu neymiş oldu ki deyim. Yani bu bek yaxşı sual. Əməliyyatda ikili ideologiya bakı dedi çox yerinçimiz. Əməliyyatda bir qancha dünyaya qarayla, bu taxta qarmaylı dünyaya qarsa, dünyada mandaq bir nərsini görürüz. Zamanıvi 21-ci əsrə maslaşamıgan, işini asayiyaga urgan, 2-ci və 3-cü sinif dövlətlər, məsələn demokratiya nöqtəsindən qarsa, nima qıldı desənglər? Minisini işiltib, belə təfəkkürünü zorlamagan milletler yoki devletlerde nim buldu sana ikili ideologiya oldu. Milletçilik ve dindarlık. Çünkü bu teyyalı da bu. Dindarlık neçe yıldır ne yağı bahanesi. Milletçilik bizim tilimiz man sözlerimizde. Mesela Arap devletlerine karşısınız, mesela Mısır'a karşısınız dindarlık var, Arap milletçilik var. Tüydü. Hazır mı? Orta Asya devletlerine karşısınız bu komünizm tüygendiği nim var, milletçilik var, dindarlık var. Ama bak Arap dünyası da bulaylık kallısını tefekkürünü işte geçke aldığa 1800 yıllarmış Fransız inkılabıdan kim buladımı dindarlık milletçilik battı. Ama bula uyadım büsüp çıkıp yeni neslerini yarattı. Mesela liberalizm deyimiz nemideki İngiliz sanat inkılabıdan kim çıktı. Milletçilik Fransa'ya çıkamıştı ki Allah liberalizmini koştu. Onun için sosyalizm zaten garipten çıktı. O şarkı kim vardı. Şunu okşaş tefekkürünü aldığı işteyken cık peylasuplar çıkan halklarda cık izimler oldu. İdeologiyalar cık oldu. Hatta bazı tədqiqatçılar aldığım görərlər şu liberalizmden ki Sovet İttifaqı qılğandan ki ideologiya düşüydü. Bunundaki ideologiya çıxmaydı deyə digərlər batdı. Ama ulama hatalaştı. Hazır durmuncu nəs çıxdı. Yani feminizm deyimiz hazır havanın kilometrını bir ideologiyalar çıxıvatıdı. Çünkü biz dünyanın puhrası kilometre olmuşaş gerekteydi. Şunun için qancha tefekkür, felsefe qancha tərəqqi qılğan sırı şu yeni nəslər çıxı digən değil mi? Şuna hem de biz Şərq Türkistanlıqlar ideologiya işləb çıxıralamdıq yoki bu vaqt israfçılığı mı digəndə biz meyəyə qaraylı. Bizden ötmüşte ecdadımız ideologiyani işlep çıkarıp boğan. İdeologiyani işlep çıkarıp aşı halklarını birleştirip Şərq Türkistan ulusal şeklinde devlet kuralım. Hem de bugün nim buludu diye vaxtıda bugün aşı ecdadlarımız kurgan, yaratkan ideologiyani alsak biz. Bu çünkü bütün halkını birleştirilgen çoşular. Bunu ağandayken biz hem de bugünkü dünyanı maskenmeydiğe yerlerini çıkarıversek, bugünkü dünyanı maskeldiğe yeni neslerini koşsak, mesela İlhan Töre, 5'imiz turumuz dedik ki 5 taraf var. Bizim ideologiyamızga en yakın, biz kimnin yolu adamlar deyseniz, Şərq Türkistan Yaşlar Kurultayı, birincisi Sabit Damullah, ikincisi Məmtili Tevfik, üçüncüsü İlhan Töre. Dördüncüsü kısmen Muhammed İmin Buğra. Biz bu 4 adamның fikirlerinin 21. əsrге maslahlaştırılған şəklində meniş tərəfdarı. Yani ularның çoğun Türkistan degan narsani isloh qilish kerak. Hozir çoğun Türkistanimiz Şərq Türkistan ulusi. Əşyani isloh qilsa, qolgan narsalar birinci Cumhuriyetning 4 asası degandek bu narsalarni nim qilib bo'ladi, isloh qilib bugungi zaman maslahlaştırmaqlı bo'ladi. Ama biz komünistlarning yana birlarining gomindangchilarning yo'liga kelamiz.
Şuna bugünkü hazır ideologiya işlep çıkara alaymiz, qila alaymiz. Qıgılıb oldu. O vaqt israfçılıq emas, devlet kurumuz deydiganimiz çoxum qilishimiz kerak. Mesela biz liberalizm deb baraylı desek, bizning o'zimizning tariximiz, kültürel kimligimiz bu liberalizm bilan biz amanmaymiz, çok akmaydı bizde. Çoxum o'zimizdan bir narsa bo'lishi kerak. Shuning uchun buni qila olamiz, buni so'zlashib, qalla qatirib qilib bo'lgan narsa va mustaqilligimizning ruhiy eng asosiy mushu narsa. Agar osh ideologiya degan narsa bo'lsa, hozir chet elda bo'layotgan talash tortishlarning nuruni bo'lmaydi. Hozir maqaranishimiz so'ragan birinchi savol bor-ku, bu taxtida bularning o'rni yo'q-ku degan. Ideologiya agar xalq singan bir ideologiya bo'lgan bo'lsa, qarinishim taxtidan o'zi ishtirib tushirib ularni uchun. Xalq o'zi oladi. Jur'at qilolmaydi. Shuning uchun ideologiya muhim. Biz chet elda shuni ko'rdik, Ahmadjon. Komünist dadalar degan yozmani ko'rdik biz. Chet el. Bundan 10 yıl, 15 yıl burun o'ylagan 2009 yılı Gollandiyadagi yoshlar Xitoyning konsulini Chamiga qilgan yillarni o'ylang. 2008 yılı Avstraliyaning Kamberada biz 600-700 Uyg'ur necha ming Xitoy bilan kallamallaq jidal bo'lib ketgan olimpik mashg'ulotga kelganda. Xabarlarga chiqib ketgan. Bir Uyg'ur balaning burni sungan, bir qancha yarlangan, Xitoydan bir qancha yarlangan rasmiy Oğullar bilan Xan sulalisiga o'xshash ikki tarafdan bayroq kelib kirishib ketgan bir jidal bo'lib ketgan. Shu jidalda batdimishadi, hammamiz batdik. Shu kunlarda, shu 2008 yilda shu nimada Gollandiyada Chamiga qilganda, Turkiyada mashal to'saymi deb o'ziga o't qo'yib olgan qarinishimiz 2008 yilda. Biz shu ishlarni qilib yurgan vaqtimizda 10 yildan keyin birsining chiqib ben Xitoydan davlatdan bu pasport talab qilaman, zimin talab qilmayman. Kommunist dedilar deydigan birsining chiqadiganini biz o'ylaganmidik shu vaqtlarda. Shu vaqtida chiqqan bo'lsa, nima bo'ladi? Shu vaqtida chiqqan bo'lsa, boshqa javob bo'ladi-da, chunki vaqtidagi bu chet eldagi ruh, bu chet eldagi da'vo boshqa narsa. Shuning uchun bugün hem de yeyişimiz biraz 20 neçede ötep, 30 neçede ötepti. Burun kademi yok ki. Ama haddini biliş gerekiyor. Bu dava az şehit beğenmedik. Meyla işgaliyetten keyin, meyla işgaliyetten burun. Biz az şehit beğenmedik. Şunun için bu onda asan Xitayning qo'ymuchiligini ayblab, turming so'lab qahramonlashtirib keyin qo'yib bergan geri zekalıdan birisi çıkıp komünist adam deydiğanga ketadigan dasa şu. Bunun için haddini bilish gerek. Meni deydiğim şu. Ve kardeşimiz azdan tuttum siz tapamagan cevap so'ralgan. Ben tekrar so'raptı. Yani resimdeki sol taraftaki en soldaki siziqni qandaq qilganda kesib o'tgan olur. Ben hata qildim. Yani bu verdeki kişinin bu yanqanda ötep ketkenligini düşünüyorum. Hayır. Yani bir sual tekrar yanıdan teşkilat kuruluyu birleştiren ahval hakkında düşüncenizi soraptı. Nima uchun bunday qilib bu qanday nimaning alomati shekilli. Bunda dersiga aldanmanglar. Teşkilat kuruşunun haceti yok. Bağ teşkilatlarga kirib mushuni kuchlantirish kerak degan yag'an gap. Çünkü zaten bu teşkilatga kirib uni kuchlantirib bo'ladigan ish bo'lsa, bu vaqtgacha kirib kuchlantirib bo'ladi uni, isloh qilib bo'ladi. Hamma teşkilatning o'zining bir yaratib olgan sistemasi bor. Naytimi taqaq nima. Shuning uchun uning ichiga kirib isloh qilinmag'achqa tishidan teşkilatlar quriladi. Ve tişiden kurulganda teşkilatlar elbette başka maksatda ticaret için mi kuruldu? Bir yılda 3 teşkilat kurdu galiba, bir yılda birini kurdu galiba, o mu var? Bu yerde ben bir misal vereyim. Yahudiler de ben normalde Yahudilerden misal almayayım ama şu sol taraftakilerini görsem de Yahudi'den misal vereyim kapitüdü. Çünkü bunlar
Özünün kallısıga kep qalğan gepnimi mening bir Yahudi dostumning deyişçe deb turib deydi-chu ular yaqında. Hem Yahudi tanışlarımız bizden mi var ama onda geplerini anlap bakmamız. Ular özünün kallısıga kelgende bir Yahudi dostum manda dedi deb qo'ydi. Shuning uchun men bir Yahudidan misol beray. Yahudilar devlet kuruşdan burun chet elde 260'dan ortiq tashkiloti bor. Bularning 90%ga yaqini sotsializmga ishonadi, Sovet ittifoqi, kommunizmga ishonadi. Ular bizni ozod qilib qo'ydi deydi. 90% hujumi Yahudilar. 6-7% liberalizmga ishonadi, G'arb, Angliya va Amerikaga. Ama bu 96% yolda mangan, şu iki yolda mangan 96% Yahudi devlet kuramıdı. Devletni 2% Yahudi vekillik qilgan Zionistlar kurdu. Şunun için bizde bu nurgun teşkilatlar kuruluşu normal. Ama bu vakit ve devir teşkilatlarının sahtisi bilen rastını ayırıyordu. Sahtilleri bakan sıra çüp kalıyordu hatırlayacağım bunu. Rastları kalıyordu bakan sıra. Yani bir nesne hazırki Yahudilarning misalidek 90% Uyg'urni ergashtirgan bir teşkilat chiqsa mı? Bugun 40-50% ergashtirmaydi o ishqanday teşkilat. 90%'ni ergashtirgan bir teşkilat chiqsa mı? U chuqur davlat qura oladi deydigan garanti yo'q. Chunki gap jiq odamni bir yerga yig'ib olishda emas. Gap to'g'ri yo'lda minishda, to'g'ri yo'lda. Amerikaning yozuvchisi Mark Twainning bunda bir gapi bor. Eğer de siz köp sallık edemdek oylaydıgan bu qolgan vaqtingizda kallanızda almashtırışınız gerekli. Çünkü köp sallık edem, yani xalqning köp sallıqı köp vaqtlarda xatalışıdır. Nima uchun? Mesela paychik bozoriga qarang. Paychik o'ynaydi. Paychik bozoriga kirgan odamning 90% futuruydi da. Ama 10% futurdi. Davamlı. Çünkü 90% adam hata oylaydı. 10% adam 90% adamның oyluğunun teatrini oylaydı. Şuna ula örlegendi satalaydı. Ma 90% adam düşkendi satıldı, örlegendi aldı, hatalık ötküzdü, veyran buldu. Şunun için köp xalqning köp sallığı köp vaqtda hata yoldu bana. Dünyanın hem yeri düşüyor. Kur'an'da şu ekserun nas'tan başlangan, ekser degan kelimeden başlangan ahirki cümlede asasen hatalaşkanlığa yani. Evet. Şunun için teşkilat cık kuruludu, onun zaman, vakt, şallap, ılgap, onun noçulları kep kalıdı ve manga yolumuz doğru dep qarsanlar 5 adam bolsa meniş gerek o yolda. Çünkü köp sallık adam mayadetdi, bizning şehirde cemaat manda oylaydı emas. O cemaatning köpü şunda oylagansa hata oylaptı ular. 5-6'lar yeni bir yolda başka bir kallıda oylasanlar şu yolda bana yürüsünler bismillah Allah kerimde. Bu neyse şu. Bu yegin yeni bir misal berek. Men şu ideologiya to'g'risidagi programmani qilgandan keyin mesela menga kelgan fikrlardan birisi shuda. Bundaq odamlarning beshini qo'yib bundaq programma qilmasak bo'ldi degan narsa ishga yadin keldi. Başta qilmasangiz deb. Shu mening bergan javobim shuda. Ya'ni men bir savol sordum. Nima uchun Biden Trumpning rasmini chiqarib qo'yib gap qilsa bo'ladi? Men bularning rasmini chiqarib qo'yib gap qilsam bo'lmaydi. Nima ishqa Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın resmini çıkarıp koyup gap qilsa bo'ladi. Biz bularning resmini çıkarıp koyup gap qilsak nima ishqa bo'lmaydi? Desem shunga kelgan javob shu. Bularning Erdoğanlarning ya Bidenlarning necha vaqtni yog'i taraqqiy qilib bir kelgan bir siyosiy sistemisi bor. Bizningki yo'q deydi. Onda o'zi ma'qul yana bir savol. Amerikaliklarning unda sistemisi yo'q vaqtga qaraydi. Amerikadagi inqilobning oldiga qaraydi. Davlat yo'q vaqti bor. Şu nimeler George Washington'la, John Adams'la, Thomas Jefferson'la, Benjamin Franklin'la bir-birisinin resmini çıkarıp koyup durup makale yazıp münazır kılışmamdı. Ya devlet kurvagandiken, siyasi partiya kurvagandiken qilimiz onu demdi. Şu bir-birisinin resmini çıkarıp koyup bir-birisi bilen tanqid qilgan narsa bo'lsa devlet kursa. Bumuz nimeni kursa? Şunun için ben dedim de eğer şu mening qilgan programmamdan burun
o'tgan 2000 yilda, shu kungacha 2000 yilda bizning da'voda birisining rasmini chiqarib qo'yib gap qilish benormal bo'lgan bo'lsa, ama shu programmadan keyin normallashsin. Bundan keyin hammamiz rasmimizni chiqarib qo'yib tanqid qilaylik. Men ham rasmimni chiqarib qo'yib tanqid qilinglar. Hech bo'lmaydi. Bu narsa normallashish kerak, o'rganishimiz kerak bir narsani. Nima degan bir qamlashmagan bir obro'y balasi bu bizdagi. Birisini tanqid qilsa obro'yiga tegib ketamiz. Oyatki vatandagilarning nimasiga tegib ketyapti Xitoylar? Uning oldida sening obro'yingda bana ne? Shuning uchun tanqid bo'ladi. Hammamiz qilamiz tanqidni. Mening rasmimni chiqarib qo'yib so'zlanglar, yozinglar, ammo dayliq xalq bir nosh tanqid qilibdi juma digidek bir tanqid bilan chiqinglar, men bir qo'shib qolay. Aslında bir tanqid qilinglar. Yo'g'anda urib atchiko'rko'nglimni chachirtib, yo'g'andan chiqib mening yo'limni bo'shatdi deganimshim deb yo'g'an gapirmay, biraz tanqid bilan chiqinglar. Magipon xato denglar. Meran to'g'ri, meran xato denglar. Tam taraqqiy qilamiz shu vaqtda, bir-birimizni to'liqlaymiz. Shuning uchun bizdagi hozir abay deyishgandek ego, narsisizm, o'ziga mabdullik. Nimaning tayini yo'q, o'ziga mabdul odam jiqqa bizcha, o'ziga kuyab qolgan, o'ziga oshiq. Psixologiyada kasal o. Ancha-muncha odam degan bunday so'rinlarni chaqchaqib, ancha-muncha o'zini o'zi tushirib berishni bilish kerak. Chaqchaqladim uchun psixologiyaning sog'lomligi bu. Yağandan ketib bunda turib, hammasi men chalaqchasga, meni maqtisga deb psixologik kasallikka kiritishlar qarindoshlar, u to'g'ri narsa emas. Ancha-muncha tanqid anglab turish kerak, ancha-muncha mushayib turish kerak, men siyosiy nuqtadan. Nimalar sağlamlaşıdı psixikalar. Bizning bu da'voning beshida psixologik kasallik pek ig'ir meni hozircha ko'rinibdi. Chuqum gap qildim, chavoq chilishinglar kerak ekanlar. Degan bir narsa bo'ladi. Pek ig'ir gap narsa. Shuning uchun tashkilotlarni inshaalloh yutadi qarindoshlardi vaqt va tarix. Uni da ansirman. Tamam. Kiler katılım programının ismini ilan kılıp demsiz. Evet. Bu da hakikaten inşallah yine onun emini sözlep bulmaydı ama kısa şekilde mesela müstakillik davası desek o kuruk gap, o kuruk po davadı da var qarindoshlar. Qanaqilimiz namoyish qilishimiz kerak davatimiz bu. Bu da programda müstakillik davası qanday qilinadi? Biz qanday müstakil bo'la olamiz? Tayyorlik bosqichi nima? Bundan keyingi qadamlar nima? Men tuzib tashkilotlar bilan bir ko'rishib, meni bir so'zlashaylik deb, men bir so'rinda tashkilotlar bilan birga kelib so'zlashib bo'lmagan degan narsamni bu da xalq bilan ochaydigan. Sharq Turkiston mustaqilligining davosini asli nima ishlarni qilishimiz kerak? Qanday qilishimiz kerak? Ya'ni Lime'nin Tayvanlı Xitaylı'nın ya Fushi şunun dümbüsünü uğulamdık yakımız kanakımız. Ben bir gapni dağıtma. Şarkı Türkistan davasıda müstakillik kürüşü bop bakmadı. Hiç kaçan bakmadı. Müstakillik kürüşü qanday buludu asli. İnşallah ben bunu bu da hakikatim aşı doğrusidagi narsamni ko'stay. Xalq bir ko'rsin. Uni qisqartib ko'rsatma, chunki to'liq so'zlasam 6-7 soat ketgidek. Qisqa atlab o'tma. Faqat birinchisini o'tganda chiqardim ba'zi gaplarni. Akademiklar kitobini yozish kerak. Ya bu yerdan bir akademik qarindoshimiz bir narsani deb qo'yay. Do'stlarim, aziz qarindoshlarim, bo'libmi yosh akademiklar. Facebookda gom atgan gaplardan hammalarning IP'sini aniqlab turyapmiz, ko'rib turyapmiz. Men sadag'an ketay, bu Turkiyadagi men nihoyatda hurmat qilishga boshlagan yosh doktor qarindoshlarimiz. Bunda qilmanglar. Yağandım Facebook'ta men bilan gap talashmay, jinim qarindoshlarim, yog'a hisobla. Hammalarning ismini hisobini chiqarib qo'yay degandim, ammo unda qilmay. Sizlarning xizmatinglar u emas. Sizlarning xizmatinglar Facebook'dagi jidalga aralashish emas. Sizlar akademik xizmatinglarni qilinglar, kitoblarni yozinglar. Sizlarga ehtiyojimiz bor bizning. Badavlanib. Biz bu tashkilot qurganlar biz bu yerda so'qishimiz. Facebook'da so'qishimiz, da'voning ichidagi masalalarni to'kimiz bu yerga.
O'mshaymiz shunday qilib. Inglizlarning bir gapi bor. Break it first to fix it deydi. Bir narsani o'mshash uchun avval buzasiz. Buzulmagan narsa o'mshalmaydi. Shuning uchun biz bu hozirgi sistemni, hozirgi davoni chiriklashib ketgan, sesib ketgan yerlar bor sistem. Buzimiz biz ashyalarni. Chidisingizmi buzimiz, chidimisingizmi buzimiz. Uningdan o'mshildi. Xalqning oldida ichilish kerak. Shuning uchun akademik qarindoshlarim ishtahlarni izimda. Sizlar aralashmanglar ishlar. Tamam, agar yo'bek aralashqonga kelib ketgan bo'lsa, chiqinglar ekranga chiroyli so'zlasak bo'ladi, ya'ni sizlarga bu savol javobni qilishsak bo'ladi. Ama akademiklarning vazifasi mayli qilib dedim bu salohiyatdir. Zaten bu da programda şunu so'zlayman, da'voning birinchi qadami salohiyatni aniq qilish. Akademikdek bo'lish, siyosatchidek, aktivistdek, bürokratdek, jamoat erbobidek, hamma odam o'zining haddini, o'zining chegarasini bilish kerak. Shuning uchun bu da programda so'zlaydigan temamiz Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi qanday qilinadi? Shuni so'zlaymiz inshaalloh. İnşallah. Poptun davası bu şey kadar olsun. Aman bulun. İnşallah aldığımız fırsatta görüşürüz. Rahmet olsun. Allah'a emanet barlık görülmen qarindoshlarıma rahmat. Allah'a emanet qarindoshlar. Maşallah. Muhterem qarindoshlar, ko'ngildagi bugun program bu kadar bo'ldi. Programga kadar savollaringiz bo'lsa yoki tanqid fikringiz bo'lsa, qarshi turgan so'zlaringiz bo'lsa, inkar şekilde yazsanlar yoki bizga yoki programni o'tirib qo'yguchi qarindoshimiz Dilyar Musaboy efendimiz bir vasiyatlasanlar bo'ladi. Ondan başka xalqimizning manfaati uchun sunadigan aqllaringlar, ya'ni biliminglar, himmatinglar, saxovatinglar qolib qolsa, albatta ikramimiz sizlar uchun ochiq. Aman bo'linglar, oldimizgi kunlarda tekrar ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.